inson biror narsaga erishishidan oldin uni hayol qilib ko'rish kerak-da. Bitta maqsadga erishaman deb boshqasiga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Endi o'ylashimiz mumkin, biz katta maqsadni qanaqa topamiz? Bu ko'p holatda bizdagi darddan kelib chiqadi. Do'st qanaqa bo'lsa, sizga yaxshilik olib kelish kerak. Yaxshi inson bo'lishingizga u yordam berish kerak. Bitiruvchilarda kerakli ko'nikmalar yo'q. Diplom olgan, lekin o'zini qanaqa tutishni bilmaydi. Maqsadlarni qayta bir ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Bu faqatgina moddiy narsalar atrofida emas, balki bir kattaroq bir muammoni yechish atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerdagi bahonalar bilan o'tib borsangiz, yil tugaydi va yilning oxirida bitta ham kitob o'qimasdan finishga yetib kelishingiz mumkin. Bizni chalg'ituvchi faktorlarga yo'q deya olishimiz kerak. Nimaga? Resurslar cheklangan paytda inson tejashni boshlaydi. Tushundinglar, bu instrument o'zimizni ozgina bir qiynaydigan, lekin oxir-oqibat yaxshilikka, intizom shakllanishiga olib keladigan instrument. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Aziz Cambridge o'quv markazi o'quvchilari. Men 20 yoshimda, mana oramizda 20 yoshli qo'l ko'tarishdi. 20 yoshimda biznes boshlaganman. U ham bo'lsa Cambridge o'quv markazi bo'lgan. Undan oldin 17 yoshimdan boshlab ingliz tilidan uyda dars berganman. Endi hozir uyda ingliz tilidan dars berish uncha ommalashmagan, lekin bundan 10 yil oldin, 13 yil oldin, taxminan 2012-yillarda o'quv markazlari juda ham kam bo'lardi va juda ham qimmat bo'lardi, ommalashmagan edi. Shunda repetitorlar juda ham keng tarqalgan edi. Uyga kelib o'tish bor edi, uyda dars o'tish bor edi. Shunaqa repetitorlarning bittasi men bo'lganman. Chilonzorda turardim, o'sha yerda dars berib, uyda o'zim faoliyatimni boshlaganman. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin universitetga kirdim. 5-urinishda 4 marta universitetdan yiqilganman. 5-urinishda Westminster universitetiga kirdim. O'sha kirgan yilim o'quv markazi ochishga qaror qildim. Endi bu qarorga kelishimga to'g'risi boshida ozgina bir qo'rquv bo'lganmanda, lekin onam dalda berganlar, o'g'lim, sen qila olasan, davay o'quv markazi ochgin deb shunaqa qilib, mana shu biznesga kirib qolganman. Oxirgi 10 yil mobaynida men juda ham ko'plab sohalarda biznes qilishga urinib ko'rdim, lekin ishonasizlarmi? Hech qaysinisi o'xshamadi, faqat Cambridge o'xshagan. Bu balki taqdirdir. Ya'ni men shu loyiha bilan ta'lim loyihasiga ketishimga bir belgidir, lekin juda ko'p urinishlarda ham boshqa loyihalar o'xshamagan, lekin faqat Cambridge o'xshagan. Keyin ta'lim sohasida Mars degan o'quv markazi qilganmiz, u ham o'xshagan. Alhamdulillah, undan keyin Cambridge Kids degan o'quv markazi qilganmiz, Modmi degan loyiha qilganmiz. Bu loyihalar hammasi hozirgacha o'z faoliyatini yuritib kelyapti. Ya'ni men boshqaradigan yoki men asoschi bo'lgan, ham asoschi bo'lgan loyihalarning barchasi ta'lim sohasida. Men o'zim ta'lim sohasini juda ham yaxshi ko'raman, chunki ta'lim bu siz insonni o'zgartira olishingiz mumkin bo'lgan kam sonli sohalardan bittasi. Siz misol uchun hisobchi bo'lishingiz mumkin, ITshnik bo'lishingiz mumkin, yoki videograf bo'lishingiz mumkin Musabga o'xshab, yoki bir turli xil kasb egasi bo'lishingiz mumkin, lekin kamdan kam holatda siz insonni o'zgartira olasiz. Lekin ta'limda siz insonni o'zgartira olasiz haqiqatda. Nimaga? Chunki inson oddiy mana shu tadbirga kelishingizdan oldingi siz o'zingiz va chiqib ketayotgan paytingizdagi holatingiz o'zgarishi mumkin. Hech bo'lmasa fikrlashingiz o'zgarishi mumkin. Ta'lim mana shunaqa soha. Shuning uchun men bu sohaga juda ham qiziqaman. Otam rahmatli o'zi o'qituvchi bo'lganlar, farmatsevt o'qituvchi bo'lganlar va men o'zim farzandlarimni ham, singlimni ham kelajakda ta'lim sohasida ishlaydigan inson qilib tarbiyalamoqchiman. Nimaga boya aytgandek, bu soha orqali siz millionlab insonlarni o'zgartira olasiz. Shuning uchun ham ta'lim sohasiga juda ham qiziqaman. Esingizda bo'lsa, mana Cambridge o'quvchilari biladi. Endi bu yerda Cambridge o'quvchilari o'tiribdi. O'tgan yil oxirida masjidda bitta korobka turdi. Kim ko'rgan shuni? Katta yangilik degan bitta korobka turganda masjidda. O'sha korobkada nima bor edi? Kim biladi? Mayli, uni keyin aytaman. Lekin mana shu bitta yengilligimiz bor. Uni sizlarga taxminan xudo xolisa 1-2 oylada aytamiz. Bu yengilligimiz ham mana shu biz shuncha 10 yildan beri qilayotgan mehnatimiz samarasi o'laroq bir katta yengillik tayyorlab qo'yganmiz. O'sha yengillikni xudo xolisa kuzatib boringlar. Yaqin kunlarda buni sekin-asta e'lon qilishni boshlaymiz va bu yengillik o'ylaymanki sizlarga bir anaqa hayotda bir maqsad qo'yishinglarga, mana bugungi mavzuyimiz yana bir yordam beradi. Yana bir marta yordam berishga ishonaman. Endi mana shu 10 yildan beri men tadbirkorlik bilan shug'ullanar ekanman. Hozirda Cambridge o'quv markazi butun bizga qarashli markazlarda 13 mingdan ziyod o'quv markazi o'quvchilar o'qiydi. 20 ga yaqin filiallarimiz bor, Marsni ham qo'shib hisoblaganda 800 ga yaqin xodim ishlaydi barcha bizning loyihalarda. Ya'ni bu to'g'risi albatta Allohning fazli. Biz
sizlardan aqlliroq emasmiz, yoki biz sizlardan kuchliroq emasmiz, biz sizlardan ko'proq ishlagan emasmiz. Allohning fazli, biz sababini qildik, shu nasib qilgan ekan, shu narsaga erishdik. Lekin mana shu nuqtaga yetib kelishga sababchi bo'lgan faktorlar bor. Ya'ni bu sabablar. Tushunasizlar? Misol uchun sabab deganda nima deyiladi? Siz suvga tushganda cho'kib ketmasligingiz uchun siz suzishni o'rganishingiz kerak. Bu sabab. Endi suzishni o'rganmasdan suvga tushsangiz, siz cho'kib ketishingiz ehtimoli ortadi. To'g'rimi? Tavakkal qilganda ham inson birinchi hamma choralarni ko'rib, keyin tavakkal qilish kerak. Natijani Allohga tashab qo'yish kerak. Xuddi shunaqa mana shu sabablar haqida gaplashar ekanmiz. O'sha sabablardan bittasi maqsad qo'yish. Men taxminan shu eslayman, universitetga kirishimdan 1-2 yil oldindan boshlab, demak taxminan 17-18 yoshlarimdan boshlab maqsad qo'yib yurardim. Endi oldin bu hozirgi men sizlarga ko'rsatadigandek kompleks narsa bo'lmagan. Oddiygina bloknot ochardim. Men telefon olmoqchiman yozardim. Yilni oxirida men 3 million so'm pul yig'moqchiman. Bo'ldi. Tushunasizlar? 2-3 ta maqsad. Uni ham qayerda ko'rib qolganman desa, o'sha payt Facebook moda bo'lgan. Facebookga kirib bir motivatsion sahifalar bo'lar. Sahifada kirib, ko'rib, boyagi motivatsion sitatalarni o'tib, "Voy, maqsad qo'yish kerak ekan, zo'r bo'lib ketar ekan" deb yozib qo'yganman. Keyin qarasam, 1 yildan keyin o'sha yozganlarim amalga oshyapti. Hayron qolganman. Demak, maqsad yozish kerak ekan. Keyin yana yozishni boshlaganman. Yana yozganman. Va shunaqa qilib men oxirgi taxminan 10, 11, 12 yildan beri yil oxirida keyingi yil maqsadlarimni yozaman. Oxirgi 10-12 yildan beri. Shuning uchun mana shu mavzu menga juda ham qiziq. Nimaga? Chunki yilni boshida biz maqsad qo'yishimiz kerak bir yilga. Misol uchun siz safarga chiqmoqchisiz, to'g'rimi? Chiqishdan oldin nima qilasiz? Birinchidan, qayerga chiqmoqchiligingizni aniqlab olasiz. Biletlarni olasiz. Hammasi gostinitsa bron qilasiz. Chemadanlarni tayyorlaysiz. Undan keyin safarga chiqasiz, to'g'rimi? Ayni siz prosta tak o'zingiz bunday eshitasiz, bugun men safarga chiqaman deb aeroportga qarab yurib ketmaysiz, to'g'rimi? Demak, siz kamida qayerga bormoqchiligingizni bilasiz. Bugun sizlar bilan mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni biz qayerga bormoqchimiz degan savolga javob topamiz. Endi maqsad qo'yishman, hozir men aytganimdek, birinchi men qo'ygan paytim to'g'risi bloknot ochganman, faqat yozganman. 2-3 ta maqsad bo'ldi. Shu maqsad yozganman, bloknot ochib shkaf tepasiga qo'yganman, 1 yildan keyin ochib qarasam, o'sha maqsadga erishgan ekanman. Va bu qanaqa ishlaydi o'zi desa, inson biror narsaga erishishidan oldin uni xayol qilib ko'rish kerak-da. Xohlash kerak o'sha narsani. Misol uchun siz ham duo qilganingizda nimadir so'raysiz-ku, to'g'rimi? Xudodan nimadir so'raysiz. Ya'ni siz bilasiz nima xohlayotganingizni. Xuddi shunaqa maqsad ham shunaqa narsa. Siz oldin bilishingiz kerak, nimani xohlashingizni. Tushunasiz? Tushunasizmi? Ismingiz nima? Boburbek. Necha yoshdasiz? 12. Malades Boburbek, mana 12 yosh. Agar shu bola hozirdan maqsad qo'ysa, bilmadim, 20-25 yoshga millioner bo'lsa kerak. Xudo xolasa. Xo'p, demak shu savolimizda sizlar bilan bugun maqsad qo'yish va unga erishish mavzusida gaplashamiz. Xo'p, nimaga maqsad qo'yish kerak? Savol. Bu savol sizlarga 2-3 ta odam qo'l ko'tarib o'zini fikrini bildirishi mumkin. Nimaga maqsad qo'yishimiz kerak? Hammaning fikri plus minus to'g'ri. Hammamiz bilamiz, maqsad qo'yish kerak. Bu detallarga misol kirib o'tirmasdan hamma bilan maqsad qo'yish kerak. Lekin ko'pchilik buni qilmaydi. Nimaga? Chunki biz buni qay darajada muhimligini tushunmaymiz. Ko'p holatda tushunmaymiz. Hozir men sizlarga shuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Men hozir qisqacha o'qib beraman. Bu yerda demak to'g'ri liniya bor. 0 turibdi, tug'ilish deb yozilgan, 55 ta'til deb yozilgan, pensiya uslovni. Bu taxminan inson o'rtacha yoshi 60-70 yosh bo'ladigan bo'lsa, o'sha umri davomida qiladigan muhim nuqtalar. Endi kimdirda plus minus 1 yil, plus minus 2 yil bo'lishi mumkin. Tug'ildi, 3 yoshda bog'chaga chiqdi, 7 yoshda maktabga, 16 yoshda universitetga kirdi, 17, kimdir 18 yoshda, 20 yoshda masalan oila qurdi, 22 farzandli bo'ldi, 22 dan 55 gacha ishladi va 55 dan keyin pensiyaga chiqdi. Bu odatiy holatda insonlar qanaqa yashash? Tushunasizmi? Misol uchun bitta o'rtacha inson olsa, hayotda taxminan shunaqa bo'lishi ehtimoli bor. Endi bir nechta tashkilotlar bor, katta-katta tashkilotlar, mana bu yozilgan. Ular tadqiqot o'tkazishgan. BLS degan tashkilot, OECD, WHO, bu tashkilot o'zi 5 ta tashkilot edi. Bular research o'tkazishgan. Research degani bu tadqiqot degani. Ya'ni inson umri davomida vaqtini nimaga sarflaydi? Tushunasizlar? Hisoblab chiqishgan. O'rtacha inson umri davomida vaqtini nimaga sarflaydi? Hisoblashgandan keyin nima ayon bo'lgan ularga? Inson agar o'rtacha 60-70 yil yashasa, 70 yil deb oladigan bo'lsak, 23 yil vaqtini taxminan 33% uyquga sarflar ekan. 23 yil vaqtini. Endi oramizda
kuniga 2 soat uxlaydiganlar bor. Bo'lishi mumkin emas. Bugun uxlagan bo'lishingiz mumkin. Kelishdan oldin 2 soat mizg'ib olgan bo'lishingiz mumkin. Lekin inson doimiy ravishda 2 soat uxlab yashamaydi. Nimaga? Chunki organizmimiz, to'g'rimi? Bugun 2 soat uxlagan bo'lishingiz mumkin, to'g'ri. Nimaga? Chunki kecha balki 12 soat uxlagansiz, bugun 2 soat uxlagansiz yetgan. Menda ham shunaqa bo'lib turadi. Qaysidir kun ko'proq uxlasam, ertasi kun kamroq uxlasam, o'zim tetik his qilishim mumkin. Lekin inson doimiy ravishda 2 soatdan uxlay olmaydi. Insonga o'rtacha 6-7 soat uyqu kerak. Nimaga? Chunki organizm kun davomida energiyani sarflagandan keyin uni qayta to'plash kerak, zaryad olish kerak. Bu uyqu. Tushunasizlarmi? Ya'ni bu jismoniy holat bo'lgani uchun biz buni alda olmaymiz. Biz misol uchun endi albatta shunaqa insonlar bo'lgan, misol uchun ulamolar, olimlar qaysilarki juda kam uxlashgan. Lekin bunaqa insonlar milliontadan bitta bo'lgan. Tushunasizlarmi? Bo'lgan haqiqatda 3 soat uxlaganlar bo'lgan. Umri davomida har kuni 3 soat uxlagan. Lekin bunaqa insonlar juda kam. Misol uchun oramizda men shubha qilaman shunaqa inson borligiga. Balki bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa insonlar milliontadan bitta. Shuning uchun biz o'zimiz bunaqa insonni hisoblashimiz kerak emas. O'rta hisobda inson 23 yil vaqtini bu qanaqa hisoblangansa, 23 yil bu non-stop 23 yil hisoblangan. Misol 70 yil olingan, hamma uyquni qo'shib chiqsa 23 yil vaqt chiqqan. 23 yil vaqtni uyquga sarflagan 33%. Ishlash va transportga 18 yil sarflar ekan. A nuqtadan B nuqtaga borishga va ishlashga. Endi ishlash deganda misol uchun mana sizlar Cambridge'da o'qiysizlar, maktabda o'qiysizlar, xarajatlar bor. Hammasini ota-onalar qoplaydi, to'g'rimi? Balki kimdir o'zi ishlashi mumkin, yigitlardan ayniqsa. Lekin mashq holatda qaraydigan bo'lsak, biz ishlamasak o'zidan o'z pul kelmaydi. Juda kam holatda shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun baribir biz ishlashga majburmiz. Yashashimiz uchun ham basic needs deyiladi. Eng bazaviy ehtiyojlarni yopish uchun biz ishlashimiz kerak. Qanaqadir daromad topishimiz kerak. Shu sababli demak bu narsani biz olib tasha olmaymiz. Men ishlamayman deya olmaymiz. Biz ishlashimiz kerak. Transportdan foydalanamiz baribir. A nuqtadan B nuqtaga borish uchun. Bunga 18 yil vaqt ketar ekan, bu 26% taxminan vaqt. Keyingisi uy ishlari, ovqatlanish, shaxsiy parvarishga 10 yil vaqt ketar ekan. Uy ishlari balki bu ayollarda sal ko'proqdir, erkaklarda sal kamroqdir, lekin o'rtachasini olinsa, erkak ayol bir xil nisbatda, misol uchun bu juda katta kolичество, juda katta sondagi insonlardan o'tkazilgan tadqiqot. Ya'ni bu 10 ta odamdan o'tkazilmagan, balki juda ko'pchilikdan o'tkazilgan. Taxminan demak 10 yil vaqtimiz shaxsiy parvarish, ovqatlanish va uy ishlariga ketar ekan. Shuning uchun ovqatlanganda shoshmasdan, lekin tezroq ovqatlanish kerak. Xo'p, keyingisi dam olish va ko'ngilochar faoliyatga 8 yil, 11%. Oilaga va ta'limga ajratilgan vaqt 4 yil. Bu misol uchun siz maktabda o'qisangiz aytishingiz mumkin, men 11 yil maktabda o'qiyman, lekin siz haqiqatda darsga sarflaydigan vaqtingiz kam bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Darsga kirdingiz, 45 daqiqa o'tirdingiz, lekin shuni ichida haqiqiy ta'lim olgan vaqtingiz 25-20 daqiqa bo'lishi mumkin. Shuni qo'shib chiqilganda taxminan 4 yil vaqt ketgan va jismoniy mashqlar va boshqa kichik faoliyatga 3,5 yil vaqt ketgan. Umumiy hisobda taxminan 70 yil yashaydigan inson 66,5 yil vaqtini mana shu narsaga sarflaydi. Qaysiniki odatda olib tashlab bo'lmaydi. Misol, uyquni olib tashlay olmaymiz, ovqatlanish olib tashlay olmaymiz, shaxsiy parvarish olib tashlay olmaymiz, oilaga vaqt, ta'limga vaqt, dam olish, jismoniy mashqlar, misol, kichik faoliyatlar, misol, transport olib tashlay olmaymiz. Shunda taxminan o'rtacha hisoblaganda 66,5 yil vaqtimiz mana shunaqa yashashga ketar ekan. Yuqoridagi hisob-kitoblardan keyin bizda biror ish qilishimizga bor yo'q 3,5 yil vaqtimiz qoladi. Tushunasizlar? O'rtacha 70 yoshdagi insonni hamma o'sha yashash uchun kerakli bo'lgan faoliyatga sarflagan vaqtini olib tashlaydigan bo'lsa, bizda bor yo'g'i 3,5 yil vaqt qoladi. Bu 3,5 yil vaqt nimadir kattaroq ishlarni qilishga qoladi. Tushunasizmi? Balki u ham qolmaydi. Balki u ham qolmasligi mumkin. Ya'ni o'zi bu bilan men sizga nimani tushuntirmoqchiman? O'zi vaqtimiz ko'p emas. Biz hozir ko'p deb o'ylashimiz kerak. Men endi 18 ga kirdim, hali yo'q, sizlar vaqtingiz ko'p emas. Bunda qarasangiz, kuningizdagi juda ko'p narsa faqatgina o'sha maintenance deydi. Siz yashashingiz uchun ketadi. Uxlashingiz, ovqatlanishingiz, borishingiz va hokazo. Tushunasizmi? Shu sababli ham bitta narsani tushunishimiz kerak. Bu o'tkazilgan tadqiqotdan xulosa bizni biror narsa qilishga, o'zimizdan keyin nimadir qoldirishga, biror bir kattaroq ishni qilishga, insonlarni o'zgartirishga, jamiyatga foyda keltirishga, bir o'zimiz yashayotgan dunyoni obod qilishimizga, vatanimizga bir xizmat qilib, biror bir yaxshi narsa qoldirishimizga bor yo'g'i 3,5 yilgina vaqtimiz bor.
Agar biz mana shuni tushunadigan bo'lsak, biz sekin asta bitta g'oyaga yetib kelamizki, o'zi vaqtimiz kam ekan, demak biz uni maqsadli ishlatishimiz kerak. Faraz qiling, siz mashinada ketyapsiz. Sizda yoqilg'i bor yo'g'i 50 kilometrga yetadigan miqdorda qoldi. Mana shu holatda savol: siz istalgan joyga borasizmi? Qayerga borasiz? Bunaqa holatda siz borku, o'ylab yurasiz, to'g'rimi? Nimaga 50 kilometrgina meni anaqa zaxiram qoldi, 50 kilometr yetadigan yoqilg'i qoldi. Endi men hozir eng yaqin yoqilg'i quyish shoxobchasini topishim kerak. Nimaga u 50 kilometrdan kam bo'lishi kerak? Men unga yetib olishim kerak. Endi siz konditsionerdan o'chirasiz. Pechkadan o'chirasiz. Hammasini o'chirasiz, oynadan ochasiz va sekingina yurib 50 kilometrga yetib olish uchun harakat qilasiz, to'g'rimi? Faraz qiling, siz chet elda safardasiz, qayerdadir bir sayohatga ketdingiz, cho'nchigingizda $100 pulingiz qoldi, yana bir hafta yashashingiz kerak. Nima qilasiz? Har bir sizdagi sentni o'ylab ishlatasiz endi, to'g'rimi? Har bir so'mni. Nimaga? Resurslar cheklangan paytda inson tejashni boshlaydi. Tejashni boshlaydi. Samaradorlik haqida o'ylashni boshlaydi. Shuning uchun ham bu yerda biz oladigan asosiy xulosamiz, bizni vaqtimiz o'zi chegaralangan. Demak, biz buni o'ylab ishlatishimiz kerak. Nimaga ishlatayotganimizni bilishimiz kerak. Xuddi yoqilg'i cheklangan bo'lganda qayerga borishimizni biz o'ylab turib borganimizdagi, pulimiz kam bo'lganda biz qayerga sarflashimizni o'ylaganimizdagi, vaqtimiz kamligi uchun buni qayerga sarflayotganimizni bilishimiz kerak. Mohiyatni tushundinglarmi? Nima sababdan maqsad qo'yishimiz kerak? Shu sababli ham agar bizda maqsad bo'lsa, faraz qiling, sizni 3,5 yil vaqtingiz bor. Nimadir katta ishlar qilishga. Endi tanlashingiz kerak. 3,5 yil nimaga sarflaysiz? Oxirida siz kim bo'lmoqchisiz? O'qituvchi bo'lmoqchimisiz? Tadbirkor bo'lmoqchimisiz misol uchun yoki bir mutaxassis bo'lmoqchimisiz? IT mutaxassis bo'lmoqchimisiz? Tushunasizmi? Tanlashingiz kerak. Siz mana shu 3,5 yil nimaga sarflaysiz? Bu palapartish sarflanadigan resurs emas vaqt. Endi mana shuni biz to'g'ri sarflashimiz uchun oldimizga to'g'ri maqsadlar qo'yishimiz kerak. Tushunasizmi? Ya'ni maqsad qo'yganda ham bu maqsadimiz oddiy narsa bo'lib qolishi, misol uchun sizda boya aytganimdek, misol uchun Toshkent sharoitida yashayapsiz, bitta o'zingiz misol uchun yashayapsiz va cho'nchigingizda 500 ming so'm bor, siz 2 hafta yashashingiz kerak. Siz endi borib turib qimmat ishlar sotib olmaysiz hech qachon, to'g'rimi? Siz endi o'ylaysiz, to'xta deysiz. Men bunga Rolton sotib olaman. Misol uchun har kunga bittadan o'ylaysiz, non sotib olaman, eng arzon, misol uchun sabzavotlarni sotib olib, o'zim ovqat pishirishni o'rganaman YouTube'da ko'rib. Tushunasizmi? Ya'ni siz resurs kamligi uchun endi o'ylab sarflashni boshlaysiz. Xuddi shunaqa vaqtimiz kam ekan, men sizga buni o'zimni shaxsiy fikrim sifatida emas, tadqiqotlarga asoslangan holda tushuntirib berishga harakat qildim. Ya'ni vaqtimiz nimaga kamligini. Chunki biz ko'p vaqtimiz juda ham yashashimiz uchun kerak bo'lgan eng asosiy narsaga ketadi. Shuning uchun ham biz oldimizga to'g'ri maqsad qo'yishimiz kerak. Qaysiki oxirida o'sha vaqt o'tgandan keyin biz shunga rozi bo'lishimiz kerak, tushunasizlarmi? Endi xuddi shunaqa boya aytgandek, sizda resursingiz kam bo'lsa, pulingiz kam bo'lsa, 2 hafta yashashingiz kerak bo'lsa, siz ishkalar sotib olmaganingiz kabi, biz vaqtimiz cheklangan ekan, umrimiz cheklangan ekan. Eng qizig'i 70 yil hali hech kimga garantiya emas. Tushunasizlarmi? 70 yil hali hech kimga garantiya emas, chunki hech kim bilmaydi qancha yashashini. To'g'rimi? Misol uchun hammaning atrofida shunaqa holat bo'lgan, 20 yoshda vafot qilganlarni eshitganmiz. 15 yoshda, 10 yoshda, 30 yoshda, 40 yoshda, 50 yoshda. Otam rahmatli 50 yoshda vafot qilganlar. Men 50 yoshda vafot qilishlarini umuman kutmaganman. Lekin shunaqa bo'lgan. Tushunasizmi? Ya'ni bu yerda resursimiz kam va biz bilmaymiz qanchaligini, eng qizig'i. Biz albatta xohlaymiz, duo qilamiz, ko'proq yashaylik, nimaga ko'proq jamiyatga foyda keltiraylik. Lekin bunaqa bo'lmasligi ham mumkin. Shu uchun ham biz to'g'ri maqsad qo'yishimiz kerak. Shu uchun ham nimaga? O'sha o'zi kam bo'lgan resursni to'g'ri sarflab qolishimiz uchun. Tushunasizlar? Endi shundan kelib chiqib biz hammamiz o'ylaymizki, tushundik, nima sababdan maqsad qo'yishimiz kerakligini. Keyingi bizga demak e'tibor beradigan nuqta, maqsad qo'yayotganimizda, maqsadimiz faqatgina bir yoqlama bo'lib qolishi kerak emas. Biz bir narsani inobatga olishimiz kerak. Maqsad qo'yganimizda, boya men aytib o'tdim-ku, resurs cheklanganingizda o'ylab sarflashni boshlaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa vaqtimiz chegaralangan ekan, maqsadlarimizni biz ko'rib chiqishimiz kerak. Eng ko'p uchraydigan xatolardan bittasi 98% holatda, balki bu 99 dir. Ko'pchilikdan, bu yerda o'tirganlar balki istisno bo'lishi mumkin. Tanishlaringizdan so'radi, nima maqsadingiz? Juda ham ko'plab maqsadlar nimani atrofida bo'ladi? Pul topish,
ishga joylashish, sayohat qilish, nimadir sotib olish. 98-99% holat maqsadlar mana shu atrofida bo'ladi. Moddiy maqsadlar atrofida. Qaysiki noto'g'ri? Nimaga? Bu boya gapga qaytamiz. 500 ming so'm pulingiz bo'lsa 2 hafta yashashingiz kerak bo'lsa, siz qimmat shikolat sotib olmaysiz. Xuddi shunaqa bizning vaqtimiz chegaralangan ekan, biz faqatgina pul topish va yaxshi narsalar sotib olish haqida o'ylashimiz kerak emas. Chunki undanda muhim narsalar bor, balki biz bilmasmiz shu narsani, tushunasizmi? Bugun men sizga o'sha g'oyani tushuntirib o'taman, ya'ni maqsad qo'yganda nima sababdan faqatgina moddiy maqsad qo'ymaslikni xosligi tushuntirib o'taman. Bu eng ko'p tarqalgan xatolardan bittasi. Ya'ni moddiy maqsadlar qo'yish. Endi biz maqsad qo'yishimizdan oldin birinchi o'rinda mana hozirgi mavzuni ochdik, savol tug'iladi. O'zi qanaqa yo'nalishda maqsad qo'ysa bo'ladi? Agar moddiy bo'lmasa, to'g'rimi? Boyaga, demak, hozirgi o'ylaganimiz. Xo'p, moddiy emas ekan, unda nima maqsad qo'yaman degan savol tug'ilishi mumkin, chunki har bir inson yaxshi yashashni xohlaydi. Chunki mana juda ko'p inson bilan suhbat qilsangiz, maqsad o'zi qayerga olib boryapti desangiz, yaxshi yashash. Mana shu o'zi o'sha yerga olib boradi. Lekin bu narsa bizni asosiy intiladigan narsamiz bo'lish kerak emas deb hisoblayman. Nima sababdan bilasizlar? Men sizga gapimni bir asosi bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana biz musulmon sifatida har birimiz taqdirga iymon keltirganmiz, to'g'rimi? Va musulmon sifatida bir narsani bilamizki, bizning rizqimiz Allohdan keladi. Men misol uchun aytaylik, shunaqa holat bo'lganmi? Qanaqadir misol uchun bir mehmonga borasizda, mehmonga borganingizda shikolat yeysiz misol uchun. To'g'rimi? Mehmonga borsiz, qanaqadir bir qimmat shikolat turgan shuni borib siz yedingiz. Misol, mana shu ukamiz misol aytdilar. Qarang, bunda o'ylab qarasangiz, o'sha mehmon shu shikolat sotayotganini siz yeyishingizni bilmaganda, to'g'rimi? Qayerdan sizga kelib qoldi? Yoki shuna holat bo'lganda, nimadir shuni og'ziga solayotgan shunda tushib ketadi-da. Voy deymiz, to'g'rimi? Bo'ldi, siz uni yemaysiz, u yerga tushdi, bo'ldi. U misol uchun isqirt bo'ldi, endi u narsa yeyilmaydi misol uchun. Tushunasizmi? Ya'ni bizga buyurilgan narsa bizniki bo'ladi. Bizga buyurilmagan narsa bizniki bo'lmaydi. Shu narsani bilar ekanmiz, shu narsani tushunar ekanmiz. Rizqimiz Allohdan ekan. Biz bu narsa haqida kamroq o'ylashimiz kerak. Sababini qilishimiz kerak bo'ldi. Endi sabab qilinmasa bu to'g'ri bo'lmaydi. Boya aytganimizdek, suvga tushgandan keyin suzishni bilgan odamni tirik qolish ehtimoli ko'proq. Nimaga? Sababini qilgan. Suzishni bilmagan odam ochiq suvga chiqsa cho'kib ketishi mumkin. Shundan kelib chiqib, biz faqatgina moddiy maqsad qo'yvermasligimiz kerak. Boya aytgandek, chunki rizqimiz xuddi aytaylik, boyaga kafolatlangan. Misol uchun siz kelsangiz, men sizga aytsam, "Singlim, siz keldingiz, men sizga garantiya beraman, agar siz 7 olasiz, olmasangiz men sizga oguningizgacha tekin o'qitaman", siz nima qilasiz? Voy, bo'ldi. Men mana shu yerda o'qiyman, xudo xolsa 7 olaman. Siz ozgina o'zingizni bir yengil his qilasiz, to'g'rimi? Nimaga? Chunki men sizga kafolat beraman. Yoki aytaman, misol uchun Boburbek, men misol uchun shikolat yemayman deysiz. Sush kiyayotgan ekanlar. Misol uchun men aytishim mumkin, teshkulcha. Misol uchun Boburbek, siz tadbir oxiriga o'tirsangiz, men sizga 2 pochka teshkulcha beraman dedim. Voy, bo'ldi, kafolatlangan bu, tushunasizmi? Boburbek endi teshkulcha haqida o'ylamaydi. Ya'ni nimadir bizga kafolatlangan bo'lsa, biz xotirjam bo'lamiz, to'g'ri? Xuddi shunaqa bizning rizqimiz kafolatlangan. Biz xohlaymiz, xohlamaymiz, biz nima nasib qilish kerak, o'shandan olamiz. Nima nasib qilish kerak bo'lsa, olmaymiz. Bu narsani biz eng qisqa o'zgartira olmaymiz. Shu uchun ham biz faqatgina moddiy narsa haqida o'ylashimiz kerak emas. Tushundinglarmi? Ya'ni moddiy narsaning sababini qilish kerak. Chunki uni qilmasangiz bo'lmaydi. Siz insga kirishingiz kerak, albatta. Yaxshi ishda ishlashingiz kerak, albatta. Moddiy maqsad qo'yilishi kerak, lekin bor fikr xayolimiz faqatgina shu bo'lishi kerak emas. Nima bo'lishi kerak desa, men sizlarga misollarni aytib o'taman. Qanaqa yo'nalishda maqsad qo'yish kerak o'zi degan savol. Men to'g'risi bu narsani o'zim ham bir 4-5 yil oldin kashf qilganman. Bitta treningga kirganimda mana shunday tushuntirib bergan, "Wow" deganman. Undan keyin turli xil yo'nalishda maqsad qo'yishni boshlaganman. Rasmga olsanglar bemalol bo'ladi. Qanaqa yo'nalishda maqsad qo'ysa bo'ladi? Misol uchun, birinchisi oila yo'nalishida maqsad qo'yish mumkin. Men misol uchun oramizda 20 yoshdan kattalar bor, turmush qurish arafasida, kimdir bir necha yildan keyin turmush quradi. Buni ham biz tasavvur qilishimiz kerak. Bizning oilamiz qanaqa bo'ladi? Farzandlarimiz qanaqa bo'ladi? Nechta farzandimiz bo'ladi? Biz oilamiz bilan qanaqa hayot kechiramiz? Mana shu narsa ham tasavvur qilishimiz kerak, maqsad qo'yishimiz kerak. Tushunasizmi? Keyingisi din bo'yicha misol uchun. Kimdir misol uchun o'tgan yil Ramazon ro'zasini tuta olmadi, bu yil maqsad qilish mumkin. Men bu yil oxirigacha tutaman. Men bu yil misol uchun
harakat qilaman deb maqsad qo'yish mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni faqatgina moddiy maqsad emas, balki boshqa yo'nalishda maqsad qo'yishimiz kerak. Keyingisi sport bo'yicha. Bo'lishi mumkin, misol uchun siz futbolni faqat ko'rasiz. Yo'q, o'ynab ko'ring, shuni maqsad qo'ying. Yoki siz faqatgina boyagi Usain Bolt degan atlet bor, dunyodagi eng tez yuguradigan inson sifatida tan olingan. Chunki Olimpiada chempioniga bir necha marta, misol uchun shuni faqat videolarini ko'rib havas qildi. Yo'q, siz ham chiqib yugurib ko'ring. Ya'ni sport bo'yicha maqsad qo'yishimiz kerak, ayniqsa o'g'il bolalar. Keyingisi sog'liq bo'yicha, men misol uchun hozirgi eshitgan maqsadlarimiz orasida hech kimda unaqa maqsad yo'q edi. Men bu yil 2 marta check-up qilmoqchiman degan maqsad hech kimdan eshitilmadi. Check-up nima degani? Bu degani check-up, birikma so'z, tekshirish boshdan oyoq, to'g'rimi? Bu degani butun diagnostika deyiladi-ku rus tilida. Butun demak tanamizni o'sha diagnostika markaziga borib turib tekshirtirish. Misol uchun tishimizni tekshirtiramiz, ko'zimizni, qulog'imizni, boshimizni va hokazo. Nimaga? Bu narsa sizni boyagi qanaqadir bo'lishi mumkin bo'lgan sizdagi kasalliklarni bartaraf qilish uchun kerak. Lekin bunaqa maqsad odatda biz qo'ymaymiz. Biz tish doktoriga qachon boramiz? Aql tishimiz chiqib, og'rib, miyamizga berayotgan payt uzr, mana shu og'riryapti, nimadir qilib qo'ying deb boramiz, to'g'rimi? Lekin biz uni oldini olishimiz mumkin edi. Keyingisi ta'lim bo'yicha mana bu maqsaddan eshitdik, kimdir Garvardga kirmoqchi, kimdir grant yutmoqchi, IELTSdan 9 olmoqchi. Bu juda yaxshi maqsadlar. Keyingisi rivojlanish bo'yicha shaxsiy rivojlanish. Mana misol uchun hozirgi bilasizlar, mana O'zbekistonda universitet bitiruvchilari bor, ikkinchi tomon ish beruvchilar bor. Universitet bitiruvchilar ishga kirisha olmayapti, ish beruvchilar xodim topa olmayapti. Lekin ikkalasini sonini qo'shsangiz bir-birining ehtiyojini bemalol yopadi. Muammo nimada desa, bitiruvchilarda kerakli ko'nikmalar yo'q. Diplom olgan, lekin o'zini qanaqa tutishni bilmaydi. Prezentatsiya qilishni bilmaydi, ishga vaqtida kelishni bilmaydi, mas'uliyatsiz. Tushunasizlarmi? Bu hammasi ko'nikma. Ko'nikma, ya'ni bu narsa maktabda o'rgatilmaydi, universitetda ham o'rgatilmaydi. Bu narsaga biz hayotimiz davomida qo'shimcha vaqt sarflab o'rganishimiz kerak. Tushunasizlarmi? Xuddi shuning uchun shaxsiy rivojlanish qismida siz ko'proq kitob o'qishingiz, qanaqadir qo'shimcha ko'nikmalarni o'rganishingiz mumkin. Misol uchun tez o'qish degan ko'nikma bor. Kim eshitgan? Speed reading deydi. Speed reading degani siz misol uchun 200 betlik kitobni 1,5 soatda o'qishingiz mumkin. Buni o'qish usullari bor. Tony Buzan degan bir inson adashmasam vafot qilib ketgan. Aynan mana shu speed reading va mind mapping degan usullarni taklif qilgan. Adashmasam o'zi ham o'ylab topgan. Bu uchun katta-katta kitoblar yozilgan. Misol uchun bu ko'nikma. Misol uchun oramizda 200 betlik kitobni 1,5 soatda o'qiydigan inson bormi? Men ham o'qiy olmayman, to'g'ri. Chunki men speed reading degan ko'nikma yo'q, lekin men bu ko'nikma borligini bilaman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz misol uchun kelajakda o'zingizga yordam bermoqchi bo'lgan, yordam berish mumkin bo'lgan ko'nikmalarni hozirdan o'rganishingiz mumkin. Qaysiki 2-3 yildan keyin siz tengdoshlaringiz orasida juda ham oldinda bo'lishingizga olib keladi. Keyingisi biznes bo'yicha maqsad. Misol uchun kimdir tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi. Hozirda erkaklar ham shug'ullanishadi, ayollar ham shug'ullanishadi. Misol uchun men juda ham ko'plab yosh qizlarni bilaman. Uyda narsa pishirib sotishadi. Polufabrikat deyiladi, misol uchun chuchvarani tugatdi, muzlatib qo'yib sotadi. Shunaqa bir kichkina bizneschilar qilayotganlar bor. Qaysiki men tadbirkorlik bo'yicha, balki siz shu yo'nalishda o'zingizni ko'rmoqchidirsiz. Shuning uchun shu sababli bu yo'nalishda ham maqsad qo'ysa bo'ladi. Keyingisi daromad bo'yicha, shaxsiy daromad. Misol uchun aytaylik, hozir oyiga siz $100 daromad qilasiz. Maqsad qo'yishingiz mumkin, men yilning oxirigacha shaxsiy daromadimni oyiga $200 ga olib chiqmoqchiman. Bu maqsad bo'lishi mumkin. Keyingisi xaridlar. Men misol uchun nimadir sotib olmoqchisiz. Aytaylik, telefoningizni yangilamoqchisiz, kompyuter olmoqchisiz, mashina olmoqchisiz, nimadir xarid qilmoqchisiz. Aynan o'sha narsani maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Shundagina bu narsa amalga oshishi mumkin. Nimaga siz shunga qarab harakat qilishni boshlaysiz. Keyingisi bo'lishi mumkin karyera. Kimdir misol uchun o'zini biznes qilmoqchi emas, balki katta yaxshi kompaniyada top xodim bo'lib ishlamoqchi. Bunda ham o'ziga yarasha plyuslari bor. Shuning uchun siz karyera bo'yicha maqsad qo'yishingiz mumkin. Keyingisi munosabatlar. Misol uchun siz kim bilan do'st bo'lasiz? Mana shu ham hozirgi yoshlar orasidagi dolzarb mavzu. Bilasizlarmi, bir ayniqsa o'g'il bolada shunaqa bir dilemma borki, bu men sinfdoshim, birga katta bo'lganmiz, men uni ajrala olmayman degan bir fikr bor. Bu umuman noto'g'ri fikr. Nimaga? Siz kimdir bilan birga katta bo'lganingiz, bu siz bir umrlik do'stingiz degani emas. Do'st qanaqa bo'ladi? Sizga yaxshilik olib kelish kerak.
o'sishingizga yordam berishingiz kerak. Yaxshi inson bo'lishingizga u yordam berish kerak. Shu o'rnida siz ham unga yordam berishingiz kerak. Lekin misol uchun bir betayin inson bo'lsa, o'zingizni yur kompyuter o'ynaymiz, nima qilasan? O'qishchi ingliz tilini yur, mazza qilaylik, pista chaqib, kola ichib kompyuter o'ynaymiz deydigan inson bo'lsa, siz u bilan do'st bo'lmaslikka haqqingiz bor. Siz majbur emassiz mahallada bitta katta bo'lgan insoningizz bilan bir umr do'st bo'lishga. Nimaga? Misol uchun men 3 marta 20 yoshimgacha ko'chganmiz. Islomiyman, to'g'risi. Misol uchun 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan sinfdoshlarim ham islomiyman. Bittasi yozib turadi. Qolganlarni islomiyman. Undan keyin misol 5-sinfdan 8-sinfgacha 8dan 8-9dagilar ham juda kamini eslayman va ko'rishmayman, to'g'risi. Litseydagi kursdoshlarim, universitetdagilarni ham hozir darajada ko'rmayman. Esimda ham yo'q, to'g'risida. Ular ismlari ham, nomerlari ham, yuzlari ham hattoki. Ya'ni sizni haqiqiy do'stingiz kim desa, bu sizga yaxshilik olib keladigan inson, sizni yaxshi bo'lishingizga yordam beradigan inson. Shuning uchun ham siz munosabatlar bo'yicha konkret maqsad qo'yishimiz kerak. Nimaga? Chunki inson 5 ta betayin ichida bo'lsa, keyingisi u bo'ladi. Inson agar 5 ta o'qimishli insonning ichida bo'lsa, keyingisi u bo'ladi. Agar 5 ta tadbirkorning ichida yursangiz, keyingisi siz bo'lasiz. Tushunasizmi? Shuning uchun atrofingizda kimlar borligiga e'tibor bering. Va inson o'zini o'zi, inson immunitet bo'lish kerak. O'zini o'zi yoqimsiz insonlardan himoya qila olish kerak. Kimlarga siz chaqirsa yo'q desangiz, o'zingiz vaqtingiz 3,5 yil haqida gaplashdik boya. Misol uchun pulingiz bor, 500 ming so'm, 1 hafta yashashingiz, 2 hafta yashashingiz kerak. O'rtog'ingiz kelib turib, "O'rtoq, yur 300 ming so'mga kompyuter o'ynaysiz", uzr deysiz. Uzr, men buni yetkazishim kerak, to'g'rimi? Vaqtga ham xuddi shunaqa qarashimiz kerak. Kimdir sizni bir betayin ishga chaqiryaptim, uzr, vaqtim yo'q. Muhim ishim bor. Siz yolg'on gapirmayapsiz. O'zingizni ustingizda ishlasangiz, sizning eng muhim ishingiz. Muhim ishim bor, uzr. Meni vaqtim yo'q deyishingiz mumkin. Tushunasizmi? Shuning uchun munosabatlarga e'tibor berishimiz kerak. Biz kim bilan ko'p gaplashamiz? Biz kim bilan ko'proq o'rtoq bo'lamiz? Qaysi vaqtda siz uzr deyishingiz mumkin, bu normal holat. Agar u inson sizni o'sishingizga to'sqinlik qilsa, sizni yaxshi inson bo'lishingizga to'sqinlik qilsa, sizni orqaga tortsa, siz u bilan любой время xayrlashishingiz mumkin. Tushunasizmi? Shuning uchun demak munosabatlar bo'yicha bizning maqsadimiz bo'lishi kerak. Endi hobbi menimcha sizlarga hali kerak emas. Sizlarning eng muhim hobbinglar bu yaxshi o'qish, IELTSdan katta ball olish, o'z ustida ishlash, point yig'ish, coin yig'ish va keyin shu yerdan narsa olish bo'lishi kerak menimcha. Xo'p, keyingisi sayohat. Sayohat bo'yicha maqsad qo'yishingiz mumkin. Misol uchun qanaqadir muddatdan keyin oilaviy hajga bormoqchimiz dedilar. Bu ham bir yaxshi maqsad qo'yishingiz mumkin. Men ota-onamni hajga jo'natmoqchiman, umraga jo'natmoqchiman misol uchun. Ota-onamni xursand qilmoqchiman, qanaqadir bir sayohat sovg'a qilmoqchiman, o'zim bormoqchiman. Xuddi shunaqa maqsadlar qo'yishimiz mumkin. Keyingisi qolgan 3tasi bir-biri bilan bog'liq katta maqsad. Katta maqsad nima degani? Bu siz o'zingizdan keyin, mana misol uchun biz jamiyatni bitta bo'lagi sifatida hozir yashayapmiz. O'qiyapmiz, o'rganyapmiz, keyin qatqadir universitetga kiramiz, undan keyin qatqadir ishga kiramiz. Undan keyin misol uchun oila quramiz, karyeramiz davom etadi. Shu bilan 55 ga kirib, 60 ga kirib, pensiyaga chiqib tugadi. Hammasi tez o'tib ketadi. Lekin biz mana shu qisqa vaqt ichida o'zimizdan keyin nimadir qoldirishimiz mumkin. Bu qanaqa zo'r narsa, o'ylab ko'ringlar. Siz o'lib ketganingizdan keyin ham siz eshitasiz, "Voy, mana shu inson bor, juda zo'r inson bo'lgan. Qaranglar, juda ko'p insonga yordam bergan, yaxshi inson bo'lgan" deyishi qatta-yu, sizni faqatgina o'zingiz bilgan atrofingizda 30 ta odam tanish qatta. Misol uchun men ikkinchi variantga rozi bo'lmagan bo'lardim. Men xohlayman, men o'lgandan keyin faqatgina 30 ta odam men haqimda eslashini. Bu boru mashhur bo'lishga intilish emas, sizni eslamasin, siz qilgan ishlardan manfaat olsin. Bilmasin. Misol uchun qaysidir siz kimdir bir tadbirkor bo'ldi, qo'lida mablag'i bor, Qarshidagi bir cho'ldagi qishloqqa suv chiqarib berdi. Bilmasin sizni kim chiqarganini. Lekin aytsa, mana shu ishni qilgan odam baraka topsin desin sizdan keyin. Tushunasizmi? Yoki bo'lishi mumkin siz ilm yo'nalishini tanlaysiz, qaysidir sohada mutaxassis bo'lasiz, PhD qilasiz, masters qilasiz, butun dunyo taniq mutaxassis bo'lib kitob yozishingiz mumkin. Asrlar mobaynida siz yozgan kitobni eslab turib, mana shu inson shunaqa zo'r research qilib kitob yozib ketgan, baraka topsin deb eslashi mumkin, tushunasizmi? Ya'ni qanaqadir kod yoki siz maktablar ochishingiz mumkin. O'ylab ko'ring. Maktab, hozir O'zbekistonda maktab mavzusi juda ham aktual. Misol uchun kim davlat maktabida o'qiydi? Kimning sinfida 20 tadan kam odam bor davlat maktabida? Kimda misol guruhda 30 tadan kam odam bor? Kimda 40 tadan ko'p odam bor? O'zi xalqaro norma 12 ta. Uni eng siqib nuqtaga olib borsa 24 ta, undan ko'p mumkin emas. Lekin 24 ta o'qiydigan sinflar juda kam bizda. Bu nima degani? Ko'proq maktab kerak. Balki siz maqsad qo'yishingiz mumkin. Men katta bo'lsam, mana shu sohada o'qiyman. Misol uchun
CIU universityda, o'sha Central Asian University, oldin Akfa University bo'lgan, o'sha yerda Educational Management degan fakultet bor. Men qizlarga juda tavsiya qilgan bo'lardim. Ta'limda boshqaruv degan fakultet. Men misol uchun bizning o'quv markazimizda menejerlar yetishmaydi, yaxshi menejerlar. Bizga boru misol uchun menejmentni tushunadigan odam kerak. Tushunasizmi? U uchun shu sohada o'qigan bo'lishingiz kerak. Mana hozir qanchadan qancha maktab bor, yaxshi direktor topish qiyin. Juda ham defitsit, juda ham. Shu o'rinda o'quv markaziga ham, любой ta'lim loyihasida rahbar topish juda ham qiyin. Nimaga? O'sha sohada o'qigan mutaxassis yo'q. Men tavsiya qilgan bo'lardim. Men seni o'sha yerga olib kirmoqchiman, chunki aytganimdek, ta'lim sohasiga ketishni xohlayman. O'sha ta'limdagi boshqaruv yo'nalishiga olib kirmoqchiman. Kim bo'lishingiz mumkin desa, o'sha bitirganingizdan keyin siz qaysidir muddatdan keyin maktabga rahbar bo'lishingiz mumkin, zavch bo'lishingiz mumkin, kafedra mudiri bo'lishingiz mumkin. Zo'r. 5 yil 10 yil ishlagan o'zingiz maktabingizni ochishingiz mumkin. Tushunasizmi? Mana shu katta maqsad bo'lishi mumkin. Oyiga $5000 topib, oyma-oy 3 oyda bir marta sayohat qilib yurish katta maqsad emas. To'g'risi, eng oxirgi mashinaga minish katta maqsad emas. Nimaga atrofingizdagi 30 tadan boshqa hech kim bilmaydi, siz tanimaysiz, manfaat ham olmaydi u qimmat mashinadan. Tushunasizmi? Katta uchastka qurish katta maqsad emas bu. Nimaga? Chunki rizqimiz garantiyed, kafolatlangan bo'l. Agar biz millioner bo'lishimiz kerak bo'lsa, biz bo'lamiz. Bo'l, boshqa yo'l yo'q. Milliarder bo'lishimiz kerak bo'lsa, uni ham bo'lamiz. Lekin oyiga $3000 dan ko'p topa olmaydigan narsa yozgan bo'lsa, biz shundan tepaga chiqa olmaymiz. Kuniga 25 soat ishlasak ham. Qaysiniki imkoni yo'q, lekin ya'ni tushunasizmi? Ya'ni siz bunga ta'sir o'tkaza olmaysiz. Shuning uchun ham biz oldimizga maqsad qo'yganda, misol uchun men shaxsan kichkina boyaga aytganimdek bir moddiy maqsadlardan ko'ra, 4 qavatli uchastkadan ko'ra 4 qavatli maktabni men to'g'risi domda yashasam, o'sha maktabni qurish menga qiziq bo'lgan bo'lardi. Nimaga? Chunki undan ko'proq odam manfaat oladi. Lekin misol 50 ta xonali uchastkadan o'zi yotadigan joyimiz 1 ga 2 bo'lgan joy, kechqurun uxlaganimizda-da, undan qolgan joy ishlata olmaymiz ham. Lekin men ba'zan hayron qolaman, insonlar katta uchastka qurishadi-yu. Endi sizlar shunaqa bo'lsa, men hech narsa demoqchi emasman, men shaxsiy fikrim. Katta uchastka 50 ta xona, gektar joyda men o'ylayman-da, ya'ni 4 kishigina yashashadi. Qanaqa buni misol uchun maintenance bor, tozaligi bor va hokazo va hokazo hammasiga har kuni bitta xonada uxlasa ham 1 yilda bilmadim, nari borsa 4 martagina yashab chiqadi-da. Qolgan joy prosta yotadi. Bu isrof deb hisoblayman. Men shaxsiy fikrim bu. Shuning uchun katta maqsad qo'yishimiz kerak. Nimaga? Ortiqcha resursimiz, vaqtimizni biz o'zimizdan tashqari boshqalar manfaat olishiga sarflashimiz kerak. Ya'ni bitta zo'r yo'nalish, misol uchun tibbiyot yo'nalishi. Oramizda kim tibbiyot yo'nalishiga ketmoqchi? Zo'r. Men qizlarga juda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Tibbiyot yo'nalishiga ketishi. Chunki tibbiyot yo'nalishida O'zbekistonda muammolar yetarlicha. Misol uchun siz kelajakda tibbiyot yo'nalishida juda kuchli mutaxassis bo'lishingiz mumkin. O'zingiz qaysidir misol pediatriya, yosh bolalar, misol uchun yosh bolalar juda ko'p kasal bo'lishadi. Yaxshi mutaxassis topish qiyin. Har doim misol uchun farzand uylarda kichkinalar bo'lsa, qidirib yuramiz har doim. Doktor topinglar, yaxshi doktor topinglar deb. Yaxshi doktorga har doim talab katta. Katta maqsad nima bo'lishi mumkin? Men tibbiyot sohasida o'qiyman, mutaxassis bo'laman, masters qilaman, PhD qilaman. Undan keyin men o'zimni shifoxonamni ochaman deb maqsad qilishim mumkin. Qaysi juda ham zo'r maqsad. Nimaga? Chunki sizdan nafaqat o'zingiz, nafaqat qarindoshlaringiz, balki ko'proq odam manfaat oladi, foyda oladi. Tushunasizmi? To'g'ri, siz tekinga ishlamaysiz, lekin shu narsa yo'q bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Odamni pul to'lashga tayyor, lekin yo'q bo'lishi mumkin. Shu narsani siz bozorga berib turib, insonlarga manfaat olib kelishingiz mumkin. Shuning uchun men juda ham xohlagan bo'lardim sizlarni qayta fikrlab ko'rishinglarni, kelajakdagi maqsadinglarni. Bu faqatgina yaxshi ishda ishlash, ko'proq pul topish, yaxshiroq mashina, hamma mashina haydayapti. Men ham shu BYD yoki qanaqadir mashina haydamoqchiman. Hamma sayohat qilyapti, men ham sayohat qilmoqchiman. Chiroyli gostinitsalarda. Bu kichkina maqsadlar. Hammasini yig'sangiz 50 ming bilan hal bo'ladi. Lekin siz boyaga 3,5 yil vaqtingizni umriga, hayotga bir marta kelamiz. Arzimagan $50 ming ga yopiladigan narsalarga sarflash men umrni to'g'risi men o'zim shaxsiy fikrim isrof qilish deb bilaman. Tushunasizlarmi? Shuning uchun maqsad qo'yganga yarasha kattaroq maqsad. Osilsang balandorga osil, o'ligini hamma ko'rinadi. Bu hazil endi shuning uchun ham, lekin maqsadni kattaroq qo'yishga va bundan qo'rqish kerak emas. Qo'rqish kerak emas. Nimaga? Alloh taolo nasib qilmagan narsani xayol qildirmas ekan. Bu haqda juda ham ko'p insonlar aytgan. Shuning uchun katta maqsadni ikigai yaponcha fraza, ya'ni siz ertalab uyg'onishingizga sabab deb ta'riflashadi yaponlar. Ya'ni sizni yondiradigan bir katta maqsad bo'lishi bu ikigai deyiladi. Misol uchun iz qoldirish bu ham xuddi shunaqa, boyaga aytgan katta maqsadim. Shuning uchun maqsadlarni qayta bir ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Bu faqatgina moddiy narsalar atrofida emas, balki bir kattaroq bir muammoni yechish atrofida bo'lishi mumkin. Endi o'ylashimiz mumkin, biz katta maqsadni qanaqa topamiz? Bu ko'p holatda bizdagi darddan kelib chiqadi.
Dard nima degani? Siz qaysidir muammoga qayta duch kelgansiz va bu sizga juda ham yoqmaydi. Bu haqida gaplashilganda siz shuni borib o'zgartirgingiz keladi, lekin qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Mana shuni siz o'zingizga maqsad qo'yishingiz mumkin. Men misol uchun menga eng yoqmaydigan narsa yoshlarni ba'zilarni, bu yerdagilar emas albatta, sizlar Cambridge'da o'qiysizlar. Yoshlarni betayinligi menga juda ham yoqmaydi. Misol uchun Instagram kirmayman oxirgi 3 oydan beri deyarli. Nimaga? Betayin videolar ko'payib ketdi. Betayin video juda ham ko'p. Yoshlar betayinlashib ketyapti. Bilgani PUBG o'ynash. Bilgani misol uchun boyagi kim nima zo'rsa ketdi. Hamma shunga qarab zo'miga o'xshab ketib qoladi. Bu narsa menga yoqmaydi. Bu narsa menga, misol uchun o'zbek xalq sifatida 50 yil oldin biz unaqa bo'lmaganmiz. 50 yil oldin insonlar ko'chaga musor tashlashmagan. 50 yil oldin navbatda turganda navbat hurmat qilingan. 50 yil oldin ayollar chelakni ko'chaga chiqarib qo'ygan. Любой yerga o'tib ketayotgansa borib suv to'ldirib olib kelib qo'ygan. O'zlari ko'chaga chiqishmagan. Shu dar 50 yil oldin eshiklarda ikki xil zvonok bo'lgan. Bittasi ayollar kelsa kichkinasidan, erkaklar kattasidan. Nimaga ichkaridagilar bilishgan, ayol keldimi, erkak keldi. Shunga qarab, yo ayol chiqqan, yo erkak chiqqan. Bunaqa farosat bizda bo'lgan 50 yil oldin, 60 yil, 70 yil oldin. O'zbeklar hozirgidagi betayin bo'lmagan. Hozir o'zbek mashinnik degan so'z bilan chet elda misol uchun sinonim deyshadi. O'zbekcha bo'y gastarbayter, uzr, men o'zbekman, xalqimni juda yaxshi ko'raman. Men buni o'zgartirmoqchiman, tushunasizlarmi? Bu narsa menga yoqmaydi. Misol uchun men bitta narsani tushunmayman. Bir kuni aeroportda turibman, samolyotga chiqishingizdan oldin navbatda turasiz. Biletingiz bilan o'tishingiz uchun. Qarayapman, hindlar ham turibdi, Bangladesh, boshqa millatlar turib, bitta o'zbeklar bor-ku, navbatga qaramayapti-da. Hamma bunaqa, hamma tomondan kelib olganda, men tushunmayapman. Birinchidan, samolyot bizsiz uchib ketmaydi. Bu aniq. Nimaga? Chunki biz o'tib bo'ldik, samolyot tagida turibmiz. Ikkinchidan, vohlik kirsak ham, kech kirsak ham hech narsa o'zgarmaydi. Lekin tartibga hamma tupurib qo'ygan. Bitta liniya, lekin 8 ta liniya bo'lib ketgan. Hindlar turibdi, bitta qatorda turibdi. Men tushunmayman shu narsani, tushunasizmi? Keyin o'ylash boshladim. Buni sababi nima? Bu narsa nimaga borib taqaladi? Borib aylanib ta'limga borib taqaladi. Nimaga? Chunki yosh bola tug'ilgan paytda befarosat bo'lib tug'ilmaydi-ku, to'g'rimi? Yosh bola bu top-toza bir gubkaga o'xshaydi. Nima bersa shuni shimib oladi. Bu yosh bola tug'ilganda betayin bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Uni atrofi shunaqa qiladi, uni tarbiyasi shunaqa qiladi. Oiladagi muhit shunaqa qiladi, tushunasizlarmi? Mana shu meni ichimdagi dard. Men shu narsani to'g'ri o'zgartirmoqchiman. Endi bu katta narsani da'vo qilishman, men o'zbeklarni o'zgartirmoqchiman demayman, lekin men hech bo'lmasa shunga bitta qadam qo'ymoqchiman. Hech bo'lmasa insonlarga mana shu g'oyani aytmoqchiman. O'zbeklar boshqacha bo'lish kerak degan. Misol uchun hindlarni oldin mana shunaqa hisoblashgan. Ya'ni misol ularni 3-sort xalq sifatida hisoblashganda. Hozir unaqa emas. Nimaga? Chunki hozir dunyodagi eng top kompaniyalarning rahbarlari hindlar. Hozir buni Buyuk Britaniyaga borsangiz ham hindlarni ko'rasiz. O'zlarining diasporalari bor, misol o'zlarining mahallalari, o'zlarining boshqacha tutishi boshlagan. Endi albatta ularning ham misol uchun o'zini tutishi bilmaydigan qatlami bor, lekin butun dunyoda hindlarga nisbatan munosabat o'zgarish boshlayapti. Chunki ular yoppasiga 10 yil IT ni o'rganishdi. Jahon bozoriga kirishdi va hozirda ular dunyoda misol uchun juda top kompaniya. YouTube'ni ham adashmasam CEOsi Hind kompaniya bor edi. Kompaniyalar ro'yxati bir 50 ta kompaniya, hammasini rahbarlari hindlar. Aytdi chunki ular juda ham kuchli, tushunasizlarmi? Xuddi shunaqa men xohlayman o'zbeklarni ikkinchi sort xalq sifatida, faqatgina qora ishchi sifatida yoki birovni haqqiga xiyonat qiladigan, so'zda turmaydigan yolg'on sifatida ko'rishlarini emas. Bir boyagi farosatli, intelligentni, qaysidir ma'noda u bilan gaplashish kerak bo'lgan insondek, ya'ni mensimaydigan emas, yo'q, u bilan siz gaplashishingiz kerak bo'lgan insonga qabul qilishni juda ham xohlayman. Endi buni misol uchun faqat xohlash bilan men sizga hozir dardni, muammoni tushuntirib berdim. Qanaqa paydo bo'ladi? Shu narsani men ko'raverganimdan bu narsa menga juda ham yoqmaydi. Misol men kelaman, ba'zan misol ko'raman, o'quvchilarimiz PUBG o'ynab o'tiradi. Shunaqalar bor, to'g'risi. O'tirib olib PUBG o'ynashni ko'rib o'ylayman, qanaqa shuni o'zgartirsa bo'lar ekan. Buni o'zgartirish juda ham lekin qiyin. Nimaga? Bu narsa boya aytganimdek, tarbiyaga, oiladagi muhitga ko'p faktorlarga bog'liq. Lekin men shuni o'zgartirishni oldinga maqsad qo'ydim. Endi bu aytganimdek katta maqsad bo'lgani uchun ham bunga misol uchun 10 yil yetmas, 20 yil yetmas, balki 30 yil ketar. Balki men buni ko'rmasman natijasini, lekin meni jamoam, loyiha, undan keyingi insonlar shu maqsadga qarab yurishi mumkin, tushunasizlarmi? Mana shunaqa katta maqsad paydo bo'ladi. Sizda birinchi muammolar, dard paydo bo'ladi. Shu narsani juda ham o'zgartirishni xohlaysiz. Undan keyin shunga qarab sekin yurishni boshlaysiz, yo'llar o'zi ochilishi boshlaydi. Tushundingizmi? Bu mana shu
katta maqsad nima bo'lishi mumkinligi misol. Shuning uchun maqsadlarimiz faqatgina yaxshi ishga kirish, IELTSdan katta bo'lish, yaxshi institutda o'qish va ko'p pul topish bo'lishi kerak emas. Bundan sal think outside of the box deydi-yu, sal tashqariga chiqishimiz kerak, sal qarashimiz kerak. Insonlar nima qilishyapti? Chunki atrofimizdagi hamma ham bunaqa maqsadlar qo'ymaydi. Hamma ham faqat moddiy maqsad qo'ymaydi. Qachonki inson boshqacha yo'nalishda maqsad qo'yishni boshlasa, unga sekin-asta erishishi boshlaydi. Endi yuqorida biz yo'nalishlarni ko'rib chiqdik va bu yo'nalishlar ko'p edi, 10-15 ta. Lekin hamma yo'nalish ham aktual emas. Siz yoshingizga, umringizga, hozirgi darajangizga qarab turib, bular o'zgarishi mumkin. Mana misol uchun hozirgi paytingizda sizlar 16, 18, 20 yosh bo'lsa, sizlar uchun o'qish birinchi o'rinda prioritetda bo'lishi kerak. Birinchi bilim olish, ko'nikma olish va o'zingizni rivojlantirish. Ishlash emas. Nimaga? Chunki birinchidan hozirgi holatda sizga juda kam pul berishadi. Agar bu jismoniy mehnat bo'lsa, tim bo'ling. Siz hozir o'ylashingiz mumkin, men o'rtoqlarimdan oldindaman, chunki men pul topaman. Unaqa emas. Ular o'qiyapti. Bilimi, tajribasi bo'lganligi uchun keyinchalik ular ko'proq pul topadi. Tushunasizmi? Shuning uchun vaqtliroq ko'proq pul topish haqida emas. Hozirgi yoshingizdan kelib chiqib 16-18 yoshimiz ko'proq foydali bilim olish haqida, tajriba olish haqida o'ylash kerak. Yo'nalish tanlaganda ham 16 ta yo'nalish bo'lsa, shundan 8 ta, 6 ta qoldirsangiz yetadi. 8 tadan ko'pi ko'p, chunki siz buncha ko'p yo'nalishga maqsad qo'ya olmaysiz va uni boshqarish ham qiyin. 4 ta yo'nalish ham bo'lishi mumkin. Misol uchun sizda hozirda ta'lim, sport, sog'liq, misol uchun oila munosabatlar va misol uchun bilmadim, karyera bo'lishi mumkin. Karyera bo'lmasa, misol uchun etik o'z ustida ishlash bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni 4 ta yo'nalish ham bo'ladi. Lekin shu yo'nalishdan tanlab olishimiz kerak, boyagidagi faqatgina moddiy yo'nalish kirib qolmasligimiz uchun. Mana shu ko'rib turganingizda bu muvozanat g'ildiragi deyiladi. Bu yerga siz hayotingizdagi shu yo'nalishni necha balga baholaysiz? Misol uchun, uslovni aytaylik, mana oila, sog'liq degan yo'nalishni 7,5 ga baholadingiz. Tushunishingiz kerak. 7,5 bu siz uchun nima? Tishim sal og'riyapti, shuning uchun 9 emas, 10 hech qachon bo'lmaydi. Siz 100% sog'lom bo'lishingiz juda ham noyob holat. 9 bo'lishi mumkin o'rtacha. Misol uchun 7,5 tishim sal og'riyapti, aql tishim chiqyapti, buni oldirishim kerak, davolatishim kerak. Shuning uchun mana shu muammo bor. Hozirgi holatim 7,5 ga baholayman. Bu yilgi maqsadim shuni davolab 9 ga chiqish sog'liq bo'yicha. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa. Hozirgi holatingizni o'lchaysiz, bu yerga kiritasiz va bu yilgi maqsadingizni qo'yasiz. Endi buni nima orqali qilamiz desa, Life Wheel degan ilova bor. Mana shuni rasmga olsanglar bo'ladi. Adashmasam, bu Play Marketda ham, App Store'da ham bor. Bu ilovani yuklab olinglar. Ishlatish juda ham oson. Kirasizlar, hayotdagi yo'nalishlarni kiritasizlar va o'zingizlarni baholaysizlar. Bundan ko'rib turasizlar. Hozir siz taxminan har xil yo'nalishda o'zingizga qanaqa baho berasiz. Undan keyin bu yil oxirigacha shu bahoni nechaga olib chiqmoqchiligingizni o'zingiz uchun aniqlab olasiz va shuni maqsadga aylantirasiz. Sog'lig'ingizni hozir 7,5 ga baholadingiz. Nimaga tishingizda sal muammo bor edi? Endi siz uni tuzatmoqchisiz. Tuzatsangiz 9 ga baholaysiz. Bu yilgi maqsadingiz sog'liqni 7,5 dan 9 ga olib chiqish. Tushunasizmi? Mana shunaqa bir qisqagina arifmetik formula orqali aniq qilishimiz mumkin. Endi men misol uchun hayotiy yo'nalishlar bo'yicha 8 taga tushsa qanaqa bo'ladi desa, shuni sizlarga tushuntirib beraman. Bu yerdagi sal sizlarga neaktual bo'lishi mumkin. Nima sababdan? Sababi bu yerdagi maqsadlar o'zimdan kelib chiqib yozilgan. 30 yoshga to'lsangiz, balki saqlab qo'ysangiz, sizlarga o'sha payt aktual bo'lishi mumkin. Primer, demak bir namuna keltiraman, shuni sizlar e'tibor berib eshitib tursangiz bo'ladi. Birinchisi oila munosabatlar. Oila bilan munosabatlar, do'stlar. Men misol uchun meni maqsadlarim orasida qanaqa maqsad bor? Yil davomida iloji boricha har kuni kechqurun 1 soat oila bilan birga kitob o'qish degan meni maqsadim bor. Bu yillik maqsadlarim orasida. Oila bilan kelamiz, misol uchun farzandim, uydagilar hamma kelib o'tirib bitta dasturxon atrofida ovqatlanmaymiz, ovqatlanishdan keyin bo'ladi. Kitob olib o'qiymiz. Kimdir o'qib berishi mumkin, kimdir gapirib berishi mumkin, savol javob qilishimiz mumkin. Bu narsani odatga aylantirmoqchiman. Misol uchun mana shu ham o'shaning ichida ketadi. Yoki misol uchun oilaviy qarindoshlar bilan yig'inlar, hattoki bu ham bu yerga kiritilgan. Meni holatimda men kiritib qo'yganman. Ya'ni qarindoshlar bilan misol 2-3 oyda bir marta bir yig'in qilib ko'rishib turishimiz kerak. Nimaga? Silera ham bir ko'rishib, xabar olib turish baribir yaxshi. Keyingisi din bo'yicha, misol uchun maqsad qo'yishingiz mumkin. Boya aytganimdek, kimdir o'tgan yil ro'za tutolmadi, bu yil maqsad qo'yadi. Men bu yil o'sha Ramazon ro'zasini oxirigacha tutmoqchiman. O'tgan yil sal qat'iyatsizlik qildim. O'rtoqlarim sal aldab qo'ydi, shikoyat berib, lekin bu yil oxirigacha tutaman deyishingiz mumkin. Tushunasizmi? Yoki boshqa yo'nalishda yana misol uchun kimdir nimadir o'rganmoqchi bo'lsa, o'shani mashqqa kiritib ketish mumkin. Keyingisi sport va sog'liq yo'nalishi. E'tibor beringlar, sport va sog'liq bu har xil narsa. Sport bu siz
haqiqatda sport bilan shug'ullanishingiz. Misol uchun aytishingiz mumkin, men haftasiga 3 marta sport bilan shug'ullanmoqchiman. Bu uchun siz sport zaliga borishingiz shart emas. Bu uchun siz uyda ham YouTube ga kirib, uyda bajariladigan sport mashqlari deb, misol uchun cho'zilish mashqlari bor, stretching deyiladi. Shularni qilishingiz mumkin. Hech bo'lmaganda yoki planka degan bitta mashg'ulot bor. Misol uchun o'tda tirsaklaringiz bilan qo'lingizni yerga qo'yib, oyog'ingizda turasiz. Mana bunaqa holatda taxminan bo'lasiz va shunaqa holatda jahon rekordi 8 soatdan sal ko'proq. Unaqa bo'lmasa ham 45 sekund tura olsangiz 5 baho. Keyin sekin-sekin shuni oshirib borasiz misol uchun. Bu sizga butun tanangizni, misol uchun chidamliligini oshiradi. Ya'ni oddiy mashqlar bilan bo'lsa ham bu qizlarga ham tegishli. Ya bu qiz bolamiz bizga sport kerak emas. Albatta bo'lish kerak, chunki tanamiz baribir hammamizda bir xil qismlardan iborat. Tushunasizmi? Oyoq bo'lgandan keyin uni ishlatish kerak, qo'l bo'lgandan keyin uni ishlatish kerak. Shuning uchun qizlarga mos bo'lgan mashqlarni ham o'zlarining kundalik kun tartibiligiga kiritsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Keyin sog'liq bo'yicha boya aytganimdek, sog'lig'ingizda, oilangiz sog'lig'ida kimdirda muammo bo'lsa, shuni bu yil davomida yechishni ham maqsad qilib kiritsa bo'ladi. Misol uchun bo'lishi mumkin, dodamning oyoqlari ozgina og'riydi, shuning uchun bu yil misol uchun endi siz dodangizga agar mas'ul bo'lsangiz, shuni men ko'rsatishim kerak. Fevral oyiga yozib qo'yaman deb, misol uchun yozib qo'yishingiz mumkin. Dodamning oyog'ini ko'rsatish, 6 oydan keyin qayta ko'rsatish misol uchun. Xuddi shunaqa. Demak, sog'liq bo'yicha maqsadlarni qanaqadir bir muammo bo'lsa yoki doimiy check-up, misol uchun 6 oyda bir marta doktorga borib turish tavsiya etiladi. 6 oyda bir marta. Borasiz, qon topshirasiz misol uchun, butun tanangizni tekshiradi, ko'zingizni, burningizni, quloqingizni va hokazo. Keyingisi ta'lim va rivojlanish. Ta'lim bo'yicha maqsad menimcha bu yerdagi hamma o'zining maqsadini juda yaxshi biladi. IELTSdan katta ball olish, universitetga kirish bu juda ham yaxshi maqsadlar. Shuning uchun bu maqsadda qolish kerak. Rivojlanish degan qismida qo'shimcha qanaqa ko'nikma o'rganmoqchisiz? Misol uchun boya aytdik, speed reading, tez o'qish. Ko'nikma, qo'shimcha bitta til bo'lishi mumkin. Yoki misol uchun bo'lishi mumkin, kompyuterda tez yozish degan ko'nikma bor. Blind typing deyiladi. Qaramasdan turib, ko'z yumsangiz ham kompyuterda to'g'ri yozishingiz mumkin. Bu ham ko'nikma, hattoki mana shu bo'yicha turli xil mashg'ulot o'tkazadigan veb-saytlar bor. Shularga kirib turib, qo'lingiz bilan ishlatib, misol uchun qo'lingizni bir chikalni yozsangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki qanaqa sohaga kirmang, baribir kompyuterda ishlashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun misol uchun shunaqa ko'nikmalar ro'yxatini tuzib oling. Hamma misol uchun sun'iy intellekt ishlatishni biladi yoki Google ga yozsangiz bo'ladi. 18 yoshda, 16 yoshda eng ko'p kerak bo'ladigan ko'nikmalar ro'yxati. Olasiz, har oyda bitta ko'nikma o'rganishni o'zingizga maqsad qilib qo'yasiz. Qarabsizki, 1 yilda siz o'zingiz tengdoshlaringizni 99% dan kuchli insonga aylanasiz. Keyingisi sayohat. Endi bular sizlarga neaktual bo'lishi mumkin. Chunki sayohat qilishinglar ota-onalarga bog'liq. Shuning uchun buni orzu qilib duo qilishinglar mumkin. Allohim ko'proq sayohat qilib turing deb, lekin maqsad qo'ysanglar ham baribir ikkinchi tomonga bog'liq bo'lganligi uchun amalga oshmasligi ehtimoli bor. Keyingisi biznes va daromad. Endi bu ham sizlarga balki neaktual bo'lishi mumkin, chunki mana Boburbek 12 yoshdalar, bularga hozir biznes daromaddan ko'ra o'sha shikolat yeb qo'ymaslik degan maqsad qo'ysa, misol uchun tishlari uzoqroqqa yaraydi. Xo'p, demak keyingisi hobbi sayohat. Bu yerda sayohat 2 marta tushib qolibdi. Hobbi, endi boya aytgandek, sizlarning hobbi bittanasi bo'lishi mumkin, ingliz tilini o'rganish. Shuni hobbiga aylantirsangiz yaxshi. Boshqa narsaga chalg'ish kerak emas. Endi misol uchun boshqa bo'lishi mumkin, kimdirda ovqat pishirish yaxshi ko'radi. Buni misol uchun hobbi sifatida haftada bir marta qilib tursa bo'ladi. Lekin sizning asosiy maqsadingiz ham bu chalg'itib qo'yish kerak emas. Keyingisi katta maqsad ikigai, ya'ni e'tibor bersanglar, bu yog'i sizlarga to'g'ri keladi ko'pi, bu yog'i sizlarga uncha mos kelmasligi mumkin. Katta maqsad hozir qo'yish shart emas, chunki siz buni topishingiz o'ziga ko'p vaqt ketadi. Buni duo qilib so'rash kerak, harakat qilish kerak, o'ylash kerak, maqsadini topganlardan so'rash kerak, lekin sizda shunaqa fikr bo'lish kerak, kamida. Men bu dunyoga keldimmi, men kattaroq maqsad qo'yishim kerak degan bo'ldi. Shu narsa haqida o'ylab yursangiz, o'zi Alloh taolo sizga shunday ochib qo'yadi, o'zi sekin-sekin katta maqsadingizni topasiz, yetib kelasiz. Tushunarli? Ya'ni yuqoridagi yo'nalishlarni mana shunaqa kamroq ro'yxatga tushirib turib, o'zingizga yo'nalish qilib olsangiz bo'ladi. Keyingisi, maqsad qo'yayotganimizda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'sha qo'yadigan maqsadimiz to'g'riligiga. Hozir men sizlarga maqsadlarni o'qiyman. Bundan oldingi slaydga qaytamiz va sizlar bu maqsadlar qay darajada yaxshi yoki yomonligini to'g'ri-noto'g'ri aytasizlar. Kelishdikmi? Xo'p, birinchisi millioner bo'lish. Yaxshi maqsadmi? Nimaga yaxshi maqsad emas? Zo'ru, pulingiz ko'p bo'lsa. Odamlar yaxshilik qilasiz, bog'chalar qurasiz, maktablar qurasiz. Nimaga yaxshi emas? Yo'q, qarang, mana shu yerda sinimiz aytadilar, moddiy narsa maqsad qilishimiz kerak emas. Men nima dedim? Moddiy narsa maqsad bo'lishi mumkin. Bu yaxshi. Misol uchun, sizlardagi yaxshi insonlar boy bo'lsa, borib turib pulini bir beman narsaga sarflamaydi-ku, to'g'rimi?
Nima qiladi? Misol uchun boradi, bemorlarni davolatishga pul berishi mumkin, qarindoshlarga yordam berishi mumkin. Kimdir qiynalgan bo'lsa, o'qiy olmayotgan bo'lsa, xususiy maktabda o'qitishi mumkin, IELTS'ni to'lab berishi mumkin. Sizdagi yaxshi insonlar boy bo'lsa zo'r. Men nima dedim? Faqatgina moddiy maqsad bo'lish kerak emas. Moddiy maqsad bo'lish kerak. Lekin fikr xayolingiz faqatgina ko'proq pul topish bo'lish kerak emas, chunki o'zi keladi. Kichkina sababni qilib qo'ying, bo'ldi, o'zi keladi. Tushunasizmi? Shunaqa demoqchi edim men. Ya'ni buni sal to'g'rilab ketish joyini, millioner bo'lish bu yaxshi maqsad. Endi ikkinchi savol, bu to'g'ri maqsadmi? Nimaga to'g'ri emas? Kim yo'q dedi? Aniq emas, abstrakt, 5 baho. Aniq emas, abstrakt. Savol, necha million dollar haqida gaplashamiz? O'zi u dollarvi millioner yo so'mda millionermi? So'mda bo'lsa hammamiz millionermiz. To'g'rimi? Ya'ni tushunib olishimiz kerak. Bu so'mdami o'zi, dollardami? Keyingisi qancha dollardan, bilasiz? Shu bola shu tadbirkor bo'ladiganga o'xshayapti. Ko'p ishlar deb qo'ymasa bo'ldi. Xo'p, misol uchun millioner bo'lishmi? Endi tushunishimiz kerak. 999 million ham millioner, 1 million ham millioner. Lekin bunisi 1 milliardga yaqinroq, bunisi sal mingga yaqinroq. Tushunasizmi? Shuning uchun bu noaniqligi uchun bu noto'g'ri qo'yilgan maqsad. O'zi yaxshi maqsad, lekin noto'g'ri qo'yil, uslub noto'g'ri. Tushundinglar? Keyingisi Olimpiada chempioni bo'lish. Yaxshi maqsadmi? Yaxshi maqsad. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri emas. Nimaga to'g'ri emas? Birinchidan, qaysi sport? Ikkinchidan, qachon? Uchinchidan, kim? Tushunasizmi? Noma'lum, noaniq. O'zi yaxshi maqsad, lekin noaniq. Ingliz tili bo'yicha olimpiada chempion bo'lamiz, chunki u bo'yicha olimpiada o'tkazilmaydi. Tushunasizmi? Osh pishirish bo'yicha misol uchun. Olimpiada yo'q bu bo'yicha. Shuning uchun aniqlab olishimiz. Keyingisi, IELTS'dan 8,5 olish. Zo'r maqsad. To'g'ri qo'yilgan? To'g'ri. Bitta muammosi bor. Nima muammosi bor? Qachon degan savolga javob yo'q bu yerda. Tushunasizmi? Buni demak, mana shunaqa kamchiligi bor. Keyingisi, Garvardga kirish. Zo'r maqsad. Bu yerda nima muammo? O'sha muammo. Qachon? Qachon? Keyingisi, gap year olish. Gap year degani nima degani? Ba'zan insonlar maktabni tugatgandan keyin shu zahotiyoq universitetga kirmaydi-da, 1 yil yana qo'shimcha tayyorlanib, keyin universitetga kiradi. Mana shu narsani bu ko'pincha g'arb mamlakatlarida tarqalgan ibora gap year deydi. Gap bo'shliq degani. Bo'shliq year degani shunaqa gap year olishadi. Misol uchun mana shunaqa men universitetdan keyin 1 yil sirazi kirmayman universitetga, shu zahotiyoq 1 yil tanaffus olaman degan maqsad yaxshi maqsadmi? Shu zahot kirishimiz kerak. Xo'p, endi buni o'ziga yarasha hammani individual holatdan kelib chiqib bu yaxshi maqsad bo'lishi mumkin. Qizlar yo'q deydi, nimaga uzatib yuborishadi? Yo'q. Xo'p, endi bu yerda nima muammosi, o'zi nimaga olmoqchimiz bu gap yearni, to'g'rimi? Nima kerak bizga? O'zi kerakmi degan savol. Shunaqa bir nuqta bo'lishi mumkin. Keyingisi 1 yilda 30 ta kitob o'qib tugatish. Zo'r maqsad, yaxshi maqsad? Yaxshi maqsad. To'g'rimi? Nima muammosi bor? Nima muammosi bor? 1 yil o'tdi, okey, 2025 desa, misol uchun to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi savol bo'lishi, qanaqa kitoblar o'zi o'qimoqchiman. Lekin o'zi 1 yilda 30 ta kitob o'qish bu to'g'ri maqsad. Qo'yilish bo'yicha ham to'g'ri. Keyingisi sog'lom bo'lish. Yaxshi maqsadmi? Yaxshi maqsad. To'g'ri qo'yilganmi? Yo'q. Nimaga? Bu ham abstrakt. Misol uchun, hozir hammadan sog'lomsiz, ha, sog'lomman deydi. Sog'lom bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bizni check-up qilgandan keyin rezultatni ko'rib, keyin ha, sog'lom ekanman deyishimiz mumkin, lekin biz bilmagan muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ozgina abstraktroq. 1 yilda 10 ta sayohat qilish. Yaxshi maqsadmi? Bu kishi menimcha to'ragan sil ishlasa kerak bor. 1 yilda normal odam 10 marta sayohat qilmaydi. Ish safari qilishi mumkin, lekin 10 marta sayohat bilmadim bu ishlaydimi o'zi bu odam yo'qmi. Ya'ni bu ozgina ko'proq bo'rttirilgan maqsad, to'g'rimi? Chunki o'qish kerak, ishlash kerak, bunaqa bir tezda sayohat bo'lmaydi. Shuning uchun bu maqsad muammosi shunda. Yaxshimisi o'zi yaxshi maqsad, yaxshi niyat qilib 1 yilda 2 marta sayohat, 1 marta sayohat bu bir anaqa muvozanatda bo'ladi. Yilda 2 marotaba check-updan o'tish. Zo'r maqsad va to'g'ri qo'yilgan. Nimaga? Sog'lom bo'lishimiz uchun biz sababini qilishimiz kerak.
Shu sababli bir yilda 2 marotaba check-updan o'tish bu yaxshi maqsad. Keyingisi 2005-yil 15-maygacha ota-onamga umra safar sovg'a qilish. 25-15-maygacha ota-onamga umra safar sovg'a qilish. Qanaqa maqsad? Zo'r maqsad va to'g'ri qo'yilgan. Nimaga? Chunki sanasi aniq, deadline aniq, kimgaligi aniq, nimaligi aniq. Tushunasizlarmi? Endi mana shu misollarda biz nimani sezdinglar? Maqsad qanaqa bo'lish kerak ekan? Aniq bo'lish kerak. Misol uchun, men bu yil baxtli bo'lmoqchiman. Bitta odam shuni qamab qo'yib 24 soat shuni ovqat bersiz, u ham undan baxtli odam yo'q. Tushunasizmi? Undan baxtli odam yo'q. Ya'ni inson baxt bor, bu juda ham subyektiv narsa. Ya'ni inson men baxtliman deb istalgan payt aytishi mumkin-da. Buni o'lchash qiyin. Shuning uchun biz qo'ygan maqsadimiz aniq bo'lish kerak. Uni biz o'lchay olishimiz kerak. Uni deadline bo'lish kerak. Uchta eng muhim nuqta. Tushunasizlar? Endi undan yana muhim nima nuqtalar bor desanglar, bundan oldingi slaydga qaytamiz. Shunaqa usul bor maqsad qo'yayotganda, SMART degan usul bu juda keng tarqalgan. Kim eshitgan SMART degan usulni? Yaxshi, 4-5 ta kishi qo'l ko'tardi. LEAF degani ham bor. Kim eshitgan? Siz qo'l ko'tardingiz. Siz. Yo'q, siz, ha? Siz qo'lingiz o'zingizga qilib turibsiz, ha? Siz. Nima degani LEAF? Yo, nimaligini bilasizmi? Kim nimaligini biladi LEAF? Nima degan? Tabiiyki. Siz nima degan? Barg. Smart nima degan? O'zi bor, Smart Leaf, umuman boshqa narsa, to'g'ri. Smart Leaf degan barg degan, lekin biz hozir maqsad qo'yish haqida gapiramiz, shuning uchun barg bilan umuman aloqamiz yo'q. Hozir sizlarga nimaligini tushuntirib beraman. Bu biz tekshirib olishimiz uchun filtr. Mana misol uchun IELTS da reading bilan listening qilganingizda sizlar uni answer sheetga ko'chirasizlar, to'g'ri? Answer sheetga ko'chirganingizdan keyin uni o'sha assessor oladi. Bu qo'liga to'g'ri javoblarni oladi, yonma-yon qo'yib tekshirib chiqadi, to'g'rimi? Birinchisi to'g'ri, ikkinchisi to'g'ri, uchinchisi xato, to'rtinchisi xato, beshinchisi to'g'ri. Tushunasizlar? Mana shunaqa tekshirish, maqsadni tekshirish uchun ishlatiladigan uslub. Xosligi bu nimaligini tushuntirib beraman. Maqsad qo'yayotganimizda maqsadimiz mana shu yerdagi filtr bo'yicha deyarli hammasida o'sha boyagi bir kaptarcha deydimi? Ptichka qo'yilgan, qushcha qo'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha belgi qo'yilgan bo'lishi kerak, ptichka belgisi. Hammasi bo'yicha to'g'ri kelishi. Endi bu nima degani xosligi tushuntirib beraman. O'zi Smart Leaf bu so'zlarning bosh harfi. Ko'rasizlar? Birinchisi, maqsadimiz spesifik bo'lishi kerak. Nima degani? Aniq degani. Men baxtli bo'lmoqchiman emas. Men sog'lom bo'lmoqchiman, millioner bo'lmoqchiman emas. Tushunasizlarmi? Aniqroq bo'lish kerak. Misol uchun, men boyib ketmoqchiman emas, balki men hozir oyiga 1000 dollar daromad topaman. Yilning oxirida men shu daromadimni 2000 dollarga olib chiqmoqchiman. Bu aniq maqsad. Tushundinglar? Ikkinchisi measurable. O'lchay olinadigan. Maqsadni o'lchay olishimiz kerak. Boy bo'lmoqchiman, o'lchab bo'lmaydi. Sog'lom bo'lmoqchiman, o'lchab bo'lmaydi. Muammo shunda. Yoki men ingliz tilini o'rganmoqchiman. O'lchab bo'lmaydi buni. Qanaqa o'lchaymiz desam, ingliz tilini qaysi darajagacha o'rganmoqchiman. Qaysi imtihondan o'tmoqchiman, tushunasizlarmi? Shuning uchun ikkinchisi o'lchanadigan bo'lish kerak. Uchinchisi achievable, erishsa bo'ladigan bo'lish kerak. Misol uchun men aytsam, men balandlikka sakrash bo'yicha 2028-yilgi Los Anjelesda bo'ladigan olimpiadada birinchi o'rin olmoqchiman desam, hamma kulgan bo'lardi. Nima sababdan? Yo'q, bu achievable emas chunki. Nimaga? Meni bo'yim 170. Meni raqobatchilarim 220 bo'lishi mumkin. Balandlikka sakrashda men ulardan xohlasam ham sakra olmayman. Ya'ni qaysiga erishib bo'lmaydi bu narsaga, tushunasizmi? Yoki siz aytishingiz mumkin, misol uchun bir ingliz tilini endi boshlagan odam, beginner aytish mumkin, men 3 oydan keyin 9 olaman. Bu erishsa bo'lmaydigan maqsad, to'g'rimi? Nimaga? Chunki bu ya'ni achievable emas. Erishib bo'lmaydi. Bu juda ham boy, siz salohiyatingizdan ham kelib chiqqanda erishsa bo'lmaydi. Shuning uchun maqsad qo'yganda, bizga qo'yayotgan maqsad erishsa bo'ladigan, qolganlar ham erishgan maqsad bo'lishi kerak. Keyingisi time bound, relevant degan, mos keladigan. Misol uchun men boya aytgan misolda shunga o'xshash bir misol aytishim mumkin. Aytsam, men 28-yil olimpiadada suzish bo'yicha jahon chempioni bo'lmoqchiman desam, bu maqsad menga irrelevant. Nimaga? Birinchidan meni fiziologik holatim suzishga to'g'ri kelmaydi.
Chunki meni kompyuterlarim bo'yi 1-2 bo'lishi, oyog'i 48 bo'lishi mumkin. Unga last time kerak emas, oyog'ini o'zida motordek ishlab ketishi mumkin. Tushunasizmi? Qaysiki menga relevant emas. Menga mos kelmaydi. Bo'lishi mumkin, misol uchun, mana insonlar ikki xil toifaga bo'linadi. Kimdirlar aniq fanda kuchli, to'g'rimi? Kim matematikada kuchli oramizda? Matematikani yaxshi ko'radi, oson yechadi matematika misollarni. Kim matematikadan boshqa sohada kuchli? Tarixda, bo'yiga geografiya, ya'ni aniq bo'lmagan sohada. Qo'l ko'tarmaydi desizlar, nimada kuchlisizlar? Ingliz tilida. Cambridge'da kuchlimiz, yaxshi. Ya'ni xuddi shunaqa bo'ladi, misol uchun siz matematikada kuchli bo'lsangiz, lekin sizdan kimdir, misol uchun pianino chalishni so'rasa. Yo'q, siz qila olmaysiz uni, xohlasangiz ham. Undan ko'ra buni sinimiz bor edi, pianinochi. Ular misol uchun bu ish ularga relevant, tushunasizmi? Mos tushadi. Lekin misol uchun matematik bo'lgan odamga sen pianino chalsangiz mos tushmaydi unga. Tushunasizmi? Bu irrelevant. Mos tushmaydi. Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Maqsad o'zimizga mos tushishi kerak. Keyingisi time bound, vaqt bilan chegaralangan, belgilangan bo'lishi kerak maqsadimiz. Ya'ni deadline bo'lishi kerak. Misol uchun, men baxtli bo'lmoqchiman. Qachon baxtli bo'lmoqchisan? Ertagasi, mayli. Misol uchun, tushunasizmi? Yoki men IELTSdan 8 olmoqchiman. Qachonsa bir kun olarman, 50 ga kirganda ham olmasligi mumkin. Shuning uchun bizda vaqt bilan chegaralangan bo'lishi kerak. Keyingisi, demak bu smart ketdi. O'zi asosiy filtr shu yoqda. Lekin pastligidan bilib qo'ysa zarar qilmaydi. Birinchisi qonuniy, ya'ni legal, noqonuniy narsani biz orzu qilmasligimiz kerak, maqsad qo'ymasligimiz kerak. Keyingisi ecological, bu degani tabiatga zarar bermaydigan degani emas. Ecological degani yaqinlaringiz xabardor, ya'ni o'zingizga va atrofingizdagilarga zarar keltirmasligi kerak. Misol bir inson aytsa, "Bo'ldi, men Everestni zap qilmoqchiman" desa, chiqib ketsa uydan 6 oy yo'q bo'lsa, telefondan tashab. Bu normal holat emas. Yoki misol uchun siz aytsangiz, misol uchun 1 oy vaqt qoldi, men 1 oyda IELTSdan 8 olmoqchiman. Darajangiz elementary misol uchun. Bu sog'lom maqsad emas, ecological emas. Nimaga? Chunki siz hayotingizdagi boshqa yo'nalishlardan voz kechib, sog'lig'ingizga ham, oilaviy munosabatlar, uyqungiz, hamma narsani chetga surib, faqat IELTS o'qimoqchisiz. Bu yaxshi emas. Yaxshilik bilan tugamaydi. Nimaga? Chunki siz bitta maqsadga erishaman deb boshqasiga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Tushundinglar? Ya'ni shuning uchun ecological, o'zingizga va yaqinlarga zarar keltirib qo'yish kerak emas. Siz tanlagan maqsad. Shuning uchun boshqalarni ham fikrni inobatga olish kerak. Misol uchun siz, "Yo'q, men anaqa bo'laman, men anaqa PhD qilishim kerak" desangizda, kun bo'yi xonadan chiqmasangiz, yo'q, uzr bo'lmaydi. Borib kimdir ovqat qilish kerak, kimdir bozorlik qilish kerak, kimdir uy tozalash kerak va hokazo. Tushunasizmi? Ya'ni bu hammasini balance deydi, balansda ushlashga harakat qilishimiz kerak. Keyingisi ambitious. Maqsadlarimiz ba'zilari sal kattaroq bo'lishi kerak. Maqsadlarimiz. Faqatgina kichkina mayda-chuyda maqsadlar qo'yish kerak emas. Tushunasizmi? Maqsadlar ozgina kattaroq bo'lishi kerak va oxirgisi a few, ya'ni bir qancha. Ya'ni maqsadlar juda ko'p ham bo'lishi kerak emas. Ikkita maqsad qo'ysangiz, uzr, esingizdan ham chiqib qoladi. Qaysi maqsad qo'yganingiz. Va bitta ikkita maqsad ham qo'yish kerak emas. Chunki boya aytganimizdek, inson umrini faqatgina 1-2 narsaga sarflash kerak emas. Maqsad turli xil yo'nalishda, turli xil shaklda qo'yilgan bo'lishi kerak. Tushundinglar? Shuning uchun mana shu filtrdan maqsadimiz o'tkazadigan bo'lsak, katta ehtimol bilan biz to'g'ri bir yo'nalishga tushamiz. Ya'ni shu smart leaf degani aqlli barg degani emas o'zi. Bu mana shunday so'zlarning bosh harfi. Tushundinglar? Xo'p, davom etamiz. Maqsad qo'yishni o'rgandik. Keyingi bitta usul, yil nomi degan usul. Bu nima degani? Misol uchun siz har bir yilga bilasizlar, bizda shunaqa an'ana bor, 8-dekabr kuni yil nomini aytishadi. To'g'rimi? Bu yili yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili, tadbirkorlik yili deb yilga nom qo'yishadi. Xuddi shunaqa siz o'zingiz uchun o'zingiz yilingizga nom qo'yishingiz mumkin. Bu o'zi nimaga kerak degan savol. Rasmiyatchilik uchunmi kimdir so'rasa, yiling nima desam, misol uchun Garvard deyman, yo'q, unaqa emas. Bu nimaga yordam beradi? Siz maqsadga qarab ketayotgan paytingiz fokusni bir joyda ushlab turishga yordam beradi. Fokusni. Ya'ni sizni misol uchun eslaysiz, bu yilgi meni yilim misol uchun universitet yili. Bu yil men uchun eng katta maqsad universitetga kirish bo'ldi. Bu degani qolgan maqsadlarni ignore qilish kerak, esdan chiqarish kerak degani emas. Qolganlarni balansda ushlaysiz, lekin asosiy maqsadingiz baribir universitetga kirish bo'ladi. Tushunasizmi? Shuning uchun yilga nom berish mumkin. Misol uchun Garvard deb nomlashingiz mumkin. Harvard 5 million so'm daromadga chiqish misol uchun. To'y yili bo'lishi mumkin. Uy yili bo'lishi mumkindir. Uy olmoqchi misol uchun. Sayohatlar yili bo'lishi mumkin. Bir yilda 2 ta sayohat qilmoqchisiz. Bor kuch shunga berasiz. Universitetga kirish yili nomer 1. Nomer 1 degani bu o'zingizning sohangizda yetakchi bo'lish. Shunaqa maqsad qo'yishingiz mumkin. Men bu yil o'zimning sohamda yetakchi mutaxassis bo'lmoqchiman.
kitob yili bo'lishi mumkin. Siz kitob o'qimoqchisiz, misol uchun juda ko'p kitob o'qishga yilingizni bag'ishlamoqchisiz yoki sport yili bo'lishi mumkin. Siz bu yil yangi sportni o'rganib, shunda yaxshi natijaga erishmoqchisiz. Tushunasizmi? Xuddi shunga o'xshash yana bir usul bor. Bu oylarga nom berish. Misol uchun yanvar oyi shakarsiz oy. Yanvarda men umuman shakar yemayman deyishingiz mumkin. Bu o'zingizni challenge qilishga yordam beradi. Misol uchun qaysidir oyni sport oyi. Har kuni men sport bilan shug'ullanaman. Bu degani har kuni siz yugurishga, suzishga bormaysiz, lekin har kuni siz ertalab uyqudan uyg'onganingizdan keyin qo'l bukish mashqlari bor. Отжимание deyiladi rus tilida. 50 ta отжимание, 50 ta o'tirib turish mashqlarini qilishingiz mumkin har kuni. Bu shu sizga bir oyni misol uchun sport bilan o'tkazishga oldingizga challenge qilishingiz mumkin. Mana shunaqa challengelar qilib turish insonning irodasini mustahkamlaydi. Nimaga? Chunki yana bu narsa borku, intizomni juda ham zo'r shakllantiradi. Agar siz o'zingizga mana shunaqa oy desangiz va irodani mustahkamlaydi, nafsni juda ham boyagi bir kurashga olib chiqadi siz bilan. O'sha payt yengib o'tsangiz, irodangiz, o'zingizga ishonchingiz juda ham ortadi. Keyin misol uchun mart oyida Ramazon oyi deysiz, butun fokusingizni Ramazonga qaratishingiz mumkin. Aprel oyi 10 ming qadam, har kuni 10 ming qadam yurasiz. Bo'lishi mumkin ko'chada, bo'lmasa treadmillda yurishingiz mumkin. Keyingisi may oyi ingliz tili. Imtihoningiz bo'lsa, may oyi butun fokusni faqat ingliz tiliga qaratishingiz mumkin. Misol uchun iyun oyi 30 ta yangi ko'nikma. AI ga yozasiz, sun'iy intellektga, meni yoshimdagilar uchun eng kerak bo'lgan ko'nikmalar qaysi? Olasiz, har bittasi bo'yicha kurslarni qidirasizda, har kuni bittadan ko'nikma o'rganasiz. Bir oyda 30 ta ko'nikma o'rganishingiz mumkin. Misol uchun. Bu hammasi misol sifatida yozilgan, o'zingizda qo'llashingiz mumkin. Keyingisi namozni qazo qilmaslik misol uchun. Buni namoz o'qiganda misol uchun ba'zan qazo bo'lib qoladi. Shunaqa paytda maqsad qilishingiz, bu oy men har bitta namozimni o'z vaqtida o'qiyman. Keyingisi sayohat. Misol uchun avgust oyida sayohat qilishingiz mumkin. Sentyabr universitet oyi, oktyabr 100 ta qo'l bukish va o'tirib turish mashqlari, 100 ta отжимание, 100 ta приседание har kuni qilasiz. Bittada qilish shart emas, bo'lib o'nga bo'lib qilishingiz mumkin. Noyabr oyi oila oyi, oilaviy tadbirlar nimadir o'tkazish mumkin va dekabr maqsadlar oyi, butun maqsadingizga yil bo'yida qolib ketgan maqsadlarga aynan shu oyda fokus qilib erishishingiz mumkin. Bobirbek, nima o'yin o'ynaysiz? Roblox? Ha, bir oy yozsangiz bo'ladi. Robloxsiz oy deb. Tushunasizmi? Mana shu narsa mana o'zinglardagi yomon narsa xislati bilasizlar, to'g'rimi? Qaysidir sizlarning xislatlari o'zingizga yoqmaydi. Uni hech kim bilmaydi, o'zingizlar bilasizlar. Men ish bekor qilaman degan narsa bor. Birov shuni qilmaslikka harakat qilib ko'ringlar. Bu narsa sizlarga irodani mustahkamlashga yordam berishi mumkin. Tushundinglar, bu instrument o'zimizni ozgina bir qiynaydigan, lekin oxir-oqibat yaxshilikka, intizom shakllanishiga olib keladigan instrument. Shuning uchun bu instrument sizlar qo'llashinglarni tavsiya qilaman. Mana fevraldan shakarsiz bir oy qilib ko'ringlar. Misol uchun. Xo'p, tushundinglar, ya'ni yil nomi bo'lishi mumkin va oy nomi degan instrument. O'sha oylarni ham biz qanaqadir nomlarga bo'lishimiz mumkin. Endi maqsadlar qo'yamiz. Oramizda maqsad qo'yib yurganlar ham bor. Ba'zan shu maqsadlarga erisha olmay qolamiz. To'g'ri? Hech kim, men ham hech qaysi yilim 100% maqsadga erishgan yilim bo'lmagan. Bu juda ham mushkul, juda ham qiyin. Nimaga? Chunki bizni rejalarimiz har doim ham Allohning rejalari bilan to'g'ri kelmaydi. Biz bilan bo'lgan narsa eng yaxshisi bo'ladi. Endi shundan kelib chiqib, nima sabablarga ko'ra maqsadga erisha olmaymiz deydigan bo'lsak, oilaviy sabablar bo'lishi mumkin. Shaxsiy sabablar, biznesda ishda muammo, yangi kutilmagan vaziyat, fokus yo'qligi, e'tibor yo'qligi, maqsad aktual bo'lmay qolishi mumkin. Maqsad endi muhim emas. Misol uchun, qaysi universitetga kirmoqchi edingiz, u uchun siz kimyodan tayyorlanishingiz kerak edi. Keyin bir o'zgarish bo'ldi. Ular aytishdi, kimyoda imtihon bo'lmaydi, faqat IELTS bo'lsa qabul qilamiz deyishdi. Shunaqa holatda siz kimyo o'qimaysiz-ku, to'g'ri? Bu degani kimyo o'qish maqsad sizga neaktual bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa sababga ko'ra maqsadga erishilmasligi mumkin, betob bo'lib qolishimiz mumkin. Makro, mikro sabablar, dangasalik, atrof muhit. Misol uchun siz o'rtoqlaringiz shu IELTSdan yaxshi ball olaman siz, qo'ygan nima kerak deb turib, sizni motivatsiyangiz ozgina tushirdi, shuni hisobiga siz erisha olmay qolishingiz mumkin. Lekin bu yerda bunaqa holat hammada bo'lishi mumkin. Hammada bo'ladi. Normal holat, menda ham yil davomida bo'ladi. Maqsadlar 100% hech qachon amalga oshmaydi. Bitta maqsad bo'lsa amalga oshishi mumkin, lekin siz ko'p maqsad qo'ysangiz 100% amalga oshmaydi. Bunga tayyor turishimiz kerak. Perfeksionist bo'lishimiz kerak emas bu holatda. Ya'ni qaysidir maqsadlar amalga oshmasa ham bunga normal qabul qilishimiz kerak, lekin bu yerda bitta muhim nuqta bor. Bu maqsadlarga nimaga erishmasligimiz sabablari, to'g'ri? Bu sabablar ikkita guruhga bo'linadi. Biz ta'sir o'tkaza oladigan sabablar, biz ta'sir o'tkaza olmaydigan sabablar. Siz misol uchun bir maqsad qo'ydingiz, karantin bo'lib qoldi, nima qilasiz? Uzr, hech narsa qila olmaysiz. Tushunasizmi?
yo bir maqsad qo'ydingiz, har kuni misol uchun sport bilan shug'ullanish, o'sha oyda siz kasal bo'lib qoldingiz. Sport bilan shug'ullana olmayapsiz. Ya'ni bularning orasida ikki xil sabablar bor. Biz ta'sir o'tkaza oladigan sabablar va biz ta'sir o'tkaza olmaydigan sabablar. Nima qilish kerak desa, biz ta'sir o'tkaza olmasak bu sababga rozi bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, hammasi joyida. Tushkunlikka tushmasdan davom ettirishimiz kerak, yana harakat qilishni. Tushunasizlar? Agar bu sabablar biz ta'sir o'tkaza olmaydigan sabablar bo'lsa. Lekin agar biz ta'sir o'tkaza oladigan sabablar bo'lsa, o'zimiz ustimizda qattiq ishlashimiz kerak. Bu qanaqa sabablar bo'lishi mumkin desa, bu fokus yo'qligi, dangasalik, atrof muhit. Tushunasizmi? Ya'ni bunga biz ta'sir o'tkaza olamiz. Dangasalikni yengish mumkin. Bilmasangiz Google dan so'rang. U ham bilmasa sun'iy intellektdan so'rang. U ham bilmasa mendan so'rang, GPT dan so'rang. Tushunasizmi? Ya'ni dangasalikni yengsa bo'ladi. Atrof muhitni o'zgartirsa bo'ladi. Siz o'zingiz ta'sir o'tkaza olasiz. Lekin demak, o'sha asosiy qoida maqsadga erisha olmagan taqdirimizda biz ta'sir o'tkaza olmaydigan sabab bo'lsa rozi bo'lamiz bu narsaga. Peshonamizda shu bor ekan, bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi. Biz harakat qildik. Natijaga biz javob bermaymiz. Natija Allohdan. Biz harakat qildik. O'xshamadi, bo'ldi, bunga rozi bo'lamiz. Lekin agar biz o'zimiz shunda aybdor bo'lsak, o'zimiz sababchi bo'lsak, o'zimiz ustimizda qattiq ishlashimiz kerak. Chunki maqsad qo'ydingiz degani bu o'zidan o'zi amalga oshib qoladi degani emas. Tushunasizmi? Maqsad qo'ydingizmi, unga nisbatan siz harakat qilishingiz kerak. Shu sababli o'zimiz agar sabab bo'lsak, buni ustida qattiq ishlashimiz, o'zimiz ustimizda dangasalik boshqa sabablarni yengishga harakat qilishimiz kerak. Endi bularni oldini olish uchun bu sabablarni tushundinglar, ikkita guruhga bo'linadi. O'zimizga bog'liq bo'lmasa rozi bo'lamiz, o'zimizga bog'liq bo'lsa harakat qilamiz shu narsani takrorlamaslikka. Lekin biz yana maqsadga erishishimiz uchun nimalar qilishimiz mumkin yana desak, hozir men sizlarga shuni usullarini o'rgataman. Ya'ni maqsadga erishmaslikni oldini olish uchun nimalar qilsak bo'ladi. Hozir bu yerda juda ham ko'plab usullar yozgan, men sizlarga rasmga olsanglar bo'ladi. Men sizlarga bir nechtasini o'qib tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun birinchisi maqsadni qayta ko'rib chiqish. Bu nima degani desak, maqsad qo'ydingiz yilni boshida, lekin yilni o'rtasida bu o'zgarib qolishi mumkin. Bu normal holat. Tushunasizmi? Yilni o'rtasida siz umuman qo'ygan maqsadlar noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Bu ham normal holat. Mana shu holatda maqsadni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. O'zi bu to'g'ri maqsadmidi, to'g'ri qo'yuvmidik? Maqsadni qayta ko'rib chiqdik, ne aktualmi? Shundoq qog'ozga yozamiz, g'ijimlab shundoq tashlaymiz, boshqa qog'oz ochib yangi maqsad yozamiz. Bu normal holat. Maqsad yozib, "Yo'q, men endi o'zgartira olmayman" degan narsa yo'q. Maqsad yozsak bu o'zgarishi mumkin va bu normal holat. Chunki siz boya aytganimdek, kelajagiga hamma butun, misol uchun kelayotgan yilga butunlay mos keladigan maqsad yoza olmasligingiz mumkin boshida. Keyingisi reja tuzish. Maqsadga erishmoqchimiz, buni rejasini tuzishingiz kerak. Misol uchun siz aytdingiz, "Men yil davomida 30 ta kitob o'qimoqchiman" deb maqsad qo'ydingiz. Agar siz yanvarda ozgina dam oling, fevralda ozgina ishlarim chiqib qoldi, martda Ramazon keldi, aprelda endi hayit bor, endi ozgina dam olaylik, mayda endi maktab tugatyapti, imtihonlar o'tkazib olaylik, iyun dam olishku endi bir sal ozgina dam olaylik, iyulda oilamiz bilan sayohatga chiqamiz, avgustda maktabga tayyorlanish kerak, sentyabrda o'qish bor, vaqtim yo'q, oktyabrda birinchi chorak tugatyapti, noyabrda yil yakuniga ozgina qoldi deb dekabrga yetib kelsangiz, 30 ta kitob bir oyda o'qiy olmaysiz. Tushunasizmi? Nima qilish kerak esa reja tuzish kerak. Ya'ni bir oyda 30 ta kitob o'qish nima degani desa, 30 ni 12 ga bo'lamiz. Taxminan 2,5 chiqadi. 1 yil, uzr, 1 yil. 12 ga bo'lsa taxminan 2,5. Bu degani siz bir oyda taxminan 2 ta 2,5 ta kitob o'qishingiz kerak. Bu nima degani? 2 haftada bitta kitob degani. Yoki 10 kunda bitta kitob degani. Demak, siz shunaqa reja tuzishingiz kerakki, kuniga 20 betdan o'qisangiz, 10 kunda 200 betli kitob o'qib tugatasiz. Kuniga 30 betdan o'qisangiz, 10 kunda 300 betli kitob o'qib tugatasiz. O'rtacha kitoblarning hajmi 300-350 bet. Demak, siz kuniga 30 betdan har kuni qoldirmasdan o'qishingiz kerak. Bir yilda 30 ta kitob o'qish uchun. Tushunasizmi? Bu yerdagi bahonalar bilan o'tib borsangiz, yil tugaydi va yilning oxirida bitta ham kitob o'qimasdan finishga yetib kelishingiz mumkin. Shu sababli reja tuzamiz. Har qanaqa maqsadga. Reja tuza olish imkoni bo'lsa, reja tuziladi. Har qanaqa maqsadga. Tushundingizmi? Keyingisi demak, bu fokus yo'qligi, sovuqqonlik yo'q deyish. Ya'ni maqsadga erishishimiz uchun biz fokus qilishimiz kerak. Bu degani bizni chalg'ituvchi
chalg'ituvchi faktorlarga yo'q deya olishimiz kerak. Bu boyagi misol uchun o'rtoqlarni chaqirib yur ozgina kompyuter o'ynaylik deyish mumkin. Yur PUBG o'ynaylik deyish mumkin. Roblox o'ynaymiz deyish mumkin. Ha, Boburbek. Yoki qanaqadir bir boshqa sabablar, qaysiki umuman sizga manfaat olib kelmaydi. Shunaqa payt yo'q deyish kerak. Uzr, yo'q, tushundim sizni, lekin meni muhimroq ishim bor. Faraz qiling, misol uchun sizni o'rtoqlaringiz qattiqroq chaqiryapti va o'sha paytda sizni onangiz bilan nimadir ish etsa, nima deysiz? Yigitlar, uzr, men onam chaqirib qoldilar deysiz, to'g'rimi? Demak, siz uzr deya olasizmi? Deya olasiz. Bo'ldi, ayting, yigitlar, uzr, muhim ishim bor. Maqsadingiz chunki muhim, chunki bu o'zingizga kerak. Tushunasizmi? Betayin narsaga vaqt sarflash kerak. Xuddi shunaqa, misol uchun endi YouTube'da bir video ko'ryapsiz. Betayinroq, misol uchun bir sizga hech qanday foyda olib kelmaydigan, buni to'xtatish kerak. Tanlashingiz kerak. Men hozir 1 soat vaqtimni shu videoga sarflaganim menga foyda olib keladimi yoki men maqsadimga sarflaganim foyda olib keladimi? Bir inson bitta zo'r gap aytgan. Men har doim dangasalik tutganda men o'zimga o'zim savol beraman. Sahnada oltin medal olish menga qiziqmi yoki oldimdagi tortni yeyish qiziqmi? Endi buni boyagi tadbirkor va sportsmen bitta odam aytgan, ya'ni sport bilan shug'ullanganda dieta qilish kerak-ku, to'g'rimi? Bunda qaraganingizda aytayapti. Tortni ko'rganda o'zimga o'zim savol beraman. Menga tortni yeyish hozir meni yaxshimi yoki ertaga sahnaga chiqib shu oltin medal olish yaxshimi deb o'zimga o'zim savol beraman. Boyagi tort yegim kelganda deb aytgan. Xuddi shunaqa o'zingizga savol berishingiz kerak. Men Garvardga kirish menga qiziqmi yoki hozir mana shu videoni ko'rishmi? IELTSdan 8,5 olib turib $2000 uzr, $1000 cashback olish menga qiziqmi yoki men hozir mana shu Instagramda o'tirganim foydalimi deb o'zingizga savol berishingiz kerak. Instagrammi? IELTSmi? $1000 ham kerakmi? Yaxshi. Tushunasizlarmi? Ya'ni xuddi shunaqa yo'q deya olishimiz kerak. Bizga foyda yo'qmi, maqsadimizga olib bormaydigan ishmi? Bo'ldi, uzr yo'q. Uzr, men bunga vaqt sarflamayman. Chunki biz hayotda boshqa holatda uzr deymiz. Istalgan narsani to'xtatsa bo'ladi. Mana misol uchun siz qaysidir bir maktabda bir tadbirda speakersiz, so'zga chiqishingiz kerak. Mazangiz bo'lmay qolsa nima qilasiz? Uzr deysiz, to'g'rimi? Uzr, mazam yo'q. O'rnidan tura olmayman. Uzr, bo'ldi. Ya'ni inson muhimlik darajasiga qarab hayot davomida yo'q deydi o'zi. Shuni o'rganishimiz kerak, ozgina sovuqqon bo'lishimiz kerak. Sovuqqon degani ozgina bir emotsiyaga berilmasdan, ehtirosga berilmasdan qaror qabul qilishimiz kerak. Keyingisi, oxirida katta yutuq. O'zimizga o'zimiz katta yutuq qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, men agar mana shu maqsadimga erishsam, mazza qilib marojniy yeyman. Endi siz bir oy shakar yemaganingizdan keyin tushunasizmi? Agar men misol uchun 1 oy umuman shakar yemasam, bir kun xohlagan shirinligimni yeyman deyishingiz mumkin. Tushunasizmi? Mana shu narsa qiziqroq, chem men 1 oy shakar yemayman degandan ko'ra. Ya'ni oxirida kattaroq yutuq qo'yishingiz kerak. Tushunasizmi? Shu xuddi shunday kattaroq yutuq endi bu narsa bo'lishi mumkin. O'zingizga bog'liq bo'lgan maqsadlarda ham, bog'liq bo'lmagan maqsadlarda ham, o'zingizni nimadirdan tiyib yurgan bo'lsangiz, o'sha narsaga misol uchun men shuni amalga oshirsam, oxirida shunaqa yutuq beraman o'zimga deyishingiz mumkin. Keyingisi, oraliq maqsadlar, bu milestonelar deyiladi. Ya'ni siz maqsad qo'yganingizdan keyin uni kichkina bo'lakchalarga bo'lib olishingiz kerak. Misol uchun IELTSdan 8 olmoqchimisiz, siz birinchi 6 olishingiz kerak. Mo'kda. Keyin 6,5 olishingiz kerak. Keyin 7 olishingiz kerak. Undan keyin 7,5, keyin 8 olasiz. Siz 5,5 olib turib bitta 8 olmaysiz. Omadingiz kelib qolish ehtimoli juda past IELTSda. Nimaga? Chunki IELTSda sizni o'zingizdan kelib chiqib baho berishadi. Omadingizga bog'liq emas ko'p narsa. Tushunasizmi? Kam narsa bog'liq omadingizga. 7,5 bilan 8 o'rtasi omadga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin 5 bilan 8 o'rtasi omadga bog'liq emas. Tushundingizmi? Shuning uchun demak oraliq maqsadlar qo'yib olishimiz kerak, maqsadimizga to'g'ri yetib borishimiz uchun. Keyingisi, guruh, muhit, bu narsa juda ham muhim. Atrofingizda sizga o'xshagan insonlar bo'lsa, maqsadingizga ishonchliroq borasiz. Agar siz IELTSdan 8 olmoqchi bo'lganlar bir 6 tacha inson topib guruhga qo'shilib oling, 8 olasiz. Nimaga? Chunki faqat fikr xayol IELTSdan 8 olishimiz kerak degan gap atrofida bo'ladi. Agar siz misol uchun lanchroq bo'lgan, menga 5,5 bo'veradi deganlar guruhga qo'shilib qolsangiz, siz 5,5 bo'veradi deysiz. Meni odamlarga 5,5 bo'verar ekan, menga ham bo'veradi, nima qilaman o'zimni qiynab deysiz. Qaysiki guruhga va muhitga bog'liq. Shuning uchun e'tibor beringlar, atrofingizda kimlar bor. Keyingisi ustoz, mentor, yaxshi ustoz topish kerak. Mana misol uchun baxtli insonsizlar, Cambridgeda bir yaxshi ustozlar qo'lida o'qiyapsizlar. Xuddi shunaqa boshqa maqsadlarda ham institutga kirmoqchimisiz, kirgan odamga shogird tushing misol uchun, tushunasizmi? Biznes qilmoqchimisiz, biznes qilganga, ovqat pishirishni o'rganmoqchimiz, misol umrida ovqat pishirmagan odamga emas, balki yaxshi ovqat pishiradigan odamga shogird tutishingiz bo'ladi. Ya'ni ustoz va mentor bo'lishi maqsadga sizni tezroq yetkazishi mumkin. Keyingisi
vaqt o'g'rilaridan voz kechish. Bu boyagi Instagram, YouTube, Telegramga tegishli bo'lgan narsa o'ziga cheklab qo'ying. Misol uchun men cheklab qo'yganman. Kirib qolgan taqdirimda ham 15 minut menda cheklov turadi. 15 minutdan keyin ilova bloklanib qoladi. Lekin men o'z odatda buni oxirgi deyarli 3 oydan beri Instagramga umuman kirmayapman. Faqat post qo'yishga yoki muhim narsa bo'lib qolsa kirib qolmasam, lekin o'zim yo'q hozir bosh vaqtim bor Instagramga kirib demayman. Chunki orada qarasam 1,5 soatga chiqib ketibdi. Qarasam ko'p bu, chunki men o'zim Instagram kirmaydi deyman, lekin o'zim 1,5 soat keyin men aytib bo'ldim, kirmayman deyman. Shundan beri mana noyabr taxminan boshlaridan beri deyarli kirmayman Instagramga. YouTubedan faqatgina foydali narsa bo'lsagina ko'rishga harakat qilaman. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Vaqt o'g'rilaridan voz kechish kerak hozirgi holatda. Shunda keyingisi, misol uchun yana nimani aytishimiz mumkin? Ommaviy e'lon qilish. Mana shunaqa usul bor. Misol uchun siz aytaylik, sahnaga chiqasiz, aytasiz, men mana shu yerda o'tirganlar, men IELTSdan 8 olmasam har bittaliga bittadan shikolat olib beraman deyishingiz mumkin, misol uchun. Mana shunaqa holat bu ommaviy e'lon qilishga kiradi. Lekin buni har doim ham bunaqa e'lon qilib yuborish kerak emas, chunki siz va'da berdingizmi, keyin bajarishingiz kerak uni. Lekin maqsad 1 yildan keyin sizga neaktual bo'lib qolishi mumkin. Tushunasizmi? IELTSdan 9 deb qo'ydingiz, lekin sizga 7,5 ham yetar ekan. Lekin shu 200 odamga shikolat olib bermaydi, ko'proq o'qishingiz mumkin. Qaysiki sizga kerak emas. Shuning uchun shunaqa usul bor, lekin tavsiya qilmayman. Har qanaqa joyda qo'llashni, faqatgina o'zingiz ishonchingiz komil bo'lsa, shunda qo'llaysiz mumkin. Bir marta men shunaqa qo'llab tilim kuygan, bitta maqsad e'lon qilganman Instagramda, keyin 200 ta bolani 3 oy tekinga o'qitganman Cambridgeda. Juda katta anaqa bo'lgan. Shov-shuv bo'lgan. Shuning uchun bunaqa juda xavfli usullar aytadi-yu, borma, kuyasan deydi-yu. Bu shunaqa joy. Bunaqa chiqib turib istalgan payt e'lon qilmaslik kerak iloji bo'lsa. Shunda yana bittasi bahslashish bo'lishi mumkin. O'zingizga o'xshagan bir raqobat bardosh inson bo'lsa aytasiz, ikkalamiz bir maqsad qo'yamiz, bahslashamiz, kim birinchi IELTSdan 7,5 olar ekan misol uchun. Tushunasizmi? Shunaqa bir maqsadlar qo'yishingiz mumkin. Kimdirlar bo'ladi, kimdirning tabiatida bahsni yaxshi ko'radi har doim, musobaqalashishni yaxshi ko'radi. Shunaqa inson bo'lsangiz, mana shunaqa usullardan foydalanishingiz mumkin. Tushunarli? Bu usullar bizga, demak, maqsadimizdan chalg'imaslikka ko'proq yordam beradi. Endi maqsadni biz ora-orada qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Qanaqa qilinadi desa, yil oxirida bitta aniq kunni belgilab qo'yasiz. Misol uchun 20-chi, 25-chi, 15-chi dekabr. O'sha paytda siz yilda bir marta yillik maqsadlarni ko'rib chiqasiz. O'zim erishdimmi maqsadimga, erishmadimmi, nima xato qildim, nima bo'ldi? Keyingisi har oyni siz sal boshingizni surib tursangiz, har oyni 30-sanasi bo'lishi mumkin yoki misol uchun 30-fevral kuni men maqsadlarimni ko'rib chiqaman deysiz va shu bilan 30-fevral kelmaydi, siz maqsadlaringizni ko'rib chiqmaysiz. Tushunasizmi? Ya'ni har oyni 30-sanasi yoki oxirgi, misol uchun jumasi, oxirgi payshanbasi bo'lishi mumkin. Maqsadlarni ko'rib chiqish kerak bir oyda bir marta. Bu nimaga yordam beradi? Boya aytdik, maqsadlar neaktual bo'lib qolishi mumkin. Maqsadlar sizga keraksiz bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa holatda bo'ldimi yo'qmi bilish uchun har oyni 30-sanasida, oyni oxirrog'ida bir oylik maqsadlarni ko'rib chiqish kerak. Kalendar ishlatishni boshlaydi, telefoningizda bor, ichiga zametka yozib qo'yib, belgilab qo'yib, har oyni 30-sida men ko'rib chiqaman deb yozib qo'yinglar. Keyingisi yakshanba kuni, mana bugun kechqurun uyga borib, bugungi treningni o'ylab, eslab, ozgina qaytlar qilib, maqsadlar yozib, bugun demak yakshanba kuni kechqurun, kunning ikkinchi yarmida keyingi hafta maqsadlarini ko'rib chiqish kerak. O'zi keyingi hafta nima qilmoqchiman, nima maqsadlarim bor, keyingi hafta deb ko'rib chiqish kerak va har kuni, kunning oxirida men shuni juda ham maslahat beraman. Men shunga juda ham harakat qilaman. Kechqurun 1 mi 2 mi farqi yo'q. Men o'tiraman, kompyuterimni ochaman, kalendar ochaman, ertangi kungi vazifalar, maqsadlarni yozib chiqaman. Mana shu narsaga odatlaninglar, bu samaradorlikni juda ham oshirib yuboradi. Ishoninglar, 99% odam bunaqa ish qilmaydi. 1% sizlar bo'lasiz, qaysiki qilayotgan. Bu nima degani? 5 yildan keyin sizlar o'zingizlarni istalgan tengdoshingizlardan 2-3 pog'ona balandda bo'lasizlar. Oldinda bo'lasizlar. Tushunasizlarmi? Chunki ko'pchilik bu ish qilmaydi. Ko'pchilik Instagramda o'tiradi, YouTube'da o'tiradi. Shuni yaxshi deb o'ylaydi. Lekin biz bunaqa bo'lishimiz kerak emas. Chunki biz Cambridgeda o'qiymiz-da. Xo'p. Demak, endi buni qayerda biz maqsad yozsak bo'ladi desa, Notion degan ilova bor, Google Sheets bor, blog yuritishingiz mumkin misol uchun maqsad yozishga. Bu degan Telegramda yopiq kanal ochasiz, ichida faqat o'zingiz bo'lasiz, maqsadlaringizni yozib yurasiz misol uchun. Yoki Notes, telefonimizda Notes bor, Notesdan foydalanasiz yoki Blacknote istalgan narsaga yozsa bo'ladi. Barg olinglar-da, ustiga yozinglar xohlasanglar. Farqi yo'q. Asosiysi yozish kerak. Tushunasizmi? Asosiysi yozish kerak. Boyagi bug'langan oynaga yozadi-yu, unaqa qilsanglar ham mayli, asosiysi toshga farqi yo'q. Yozish kerak asosiysi. Tushunasizlarmi? Maqsadni qatqadir yozish kerak. Shuning uchun bu taxminan ishlatish mumkin bo'lgan usullar, lekin boshqa istalgan usul bo'lsa ham, lekin asosiysi buni qog'ozga tushirish kerak.
Yana nima qilsa bo'ladi? Misol uchun video, ya'ni siz maqsadlaringizni yil boshida videoga olib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizga selfie qilib turib, hech kim yo'q joyda, "Men bu yil mana bunaqa maqsadlar qo'ydim" deysiz, video qilib saqlab qo'yasiz. Yil oxirida ko'rasiz shuni. Juda bir emotsional holat bo'ladi. Nimaga? Voy, men yil boshida mana shunaqa maqsad qo'yuvdim. Hatto emotsiyalaringizgacha eslab qolasiz. Mana juda ham zo'r usul. Men o'zim qilmaganman, to'g'risi. Lekin zo'r usulim bilan va qilib ko'rmoqchiman buni. Keyingisi kolash bo'lishi mumkin. Endi kimdir kreativ inson bo'lsa, vatmani olib turib, rasmni chizib, nimadirlar internetdan skachat qilib, pechat qilib yopishtirib, endi ko'pincha qizlarda shunaqa xohish bo'ladi. Chiroyli qilib turib, ilib qo'yish mumkin o'zining xonasiga. Keyingisi mind map. Bu shunaqa ilovalar bor. O'zingiz misol uchun fikrlaringizni xarita sifatida yozsangiz bo'ladi. Mind map ilovalar bor. Notion boya aytib o'tdik, shu ilovada ham maqsadlaringizni, demak, yozsangiz bo'ladi. Endi qo'shimcha sizlarga yana bitta cherry on the cake deydi-yu, tortning ustidagi gilos deydi-yu, xuddi shunga o'xshab qo'shimcha bitta sizlarga maslahat. Misol uchun mana biz har kuni kunimizni reja qilishni boshlasak, e'tibor bersanglar, ora-orada bizda bo'sh vaqtlar paydo bo'lib qoladi. Misol uchun fast food restoranga kirdingiz, Evisga keldingiz, ovqat buyurtma qildingiz va navbatda turibsiz, to'g'rimi? O'sha payt nima qilasiz? Instagram ochasiz, Telegramga kirasiz, telefon yoqasiz, Roblox o'ynaysiz. Yoki misol uchun bo'lishi mumkin, qayerdadir navbatda turib qolasiz. Qayerdadir siz o'ylagan narsa bo'lmaydi, qo'shimcha vaqt paydo bo'lib qoladi. To'g'rimi? O'shanaqa paytda nima qilish mumkin desa, ko'pchilik Instagram kiradi, YouTube ga kirish mumkin, Telegram kirish mumkin. Qaysiki vaqtimiz bekorga ketib qoladi. Lekin o'sha qisqa vaqtlarni yig'sangiz, bir kunda 1 soat, 1,5, 2 soat chiqib ketishi mumkin. O'zi 10 minut qoidasi bor. 10 minutda nima qilsa bo'ladi desa, men sizlarga hozir bir nechta g'oyalarni aytib o'taman. Shunaqa 10 minutingiz orada paydo bo'lib qolsa, nima qilish kerak desa, birinchisi vazifalarni qayta tekshirish. Mana misol uchun bugungi qo'ygan vazifalaringiz bor. Nima qo'ydim o'zi, nima qilmoqchi edim, kalendarda nima bor deb turib, qayta tekshirib chiqishingiz mumkin bugungi vazifa. Bajardingizmi, bajarmadingizmi? Keyingisi brainstorm. Hozir mana sun'iy intellekt ilovalari bor. Kirib turib, qaysidir savolni yozib turib, u bilan gaplashsangiz bo'ladi. Endi hozir insondan ham ko'ra kengroq fikrlaydi, shu sababli bu eng samarali usullardan bittasi. Misol uchun yaqinda DeepSeek degan bir anaqa chiqdi, sun'iy intellekt chiqdi. ChatGPT dan ham kuchliroq deyishyapti. Misol Tekin ham kirasiz, misol uchun istalgan sun'iy intellektni olib turib, o'sha bilan brainstorm qilishingiz mumkin. Nima degani, misol uchun bitta mavzu tanlaysiz, Garvardga kirish yaxshimi yoki O'zbekistonda qolishmi? Shunda unga yozasiz. U sizga fikrni aytadi. O'z fikringizni yozasiz. Shuni qilib turib, fikr almashishingiz mumkin. Bu narsa kelajakda IELTS da kerak bo'ladi. Chunki IELTS da katta ball olishingizga sizni til bilish darajangizdan ko'ra dunyo qarashingiz ko'proq rol o'ynaydi. Yaqinda men IELTS ga 8 oldim yaqinda, avgustda topshirgandim. Speakingda to'g'risi ikkinchi part bor-ku, 1 minut gapirdim. 1 minut. Va oxirida that's it dedim. Bundan qarab qo'ydi, voy. Nimaga that's it? Bilmaydim bu deb. Savol berdi, javob berdim, juda qisqa gapirdim ikkinchi partda. Birinchi partda ham juda qisqa gap, men 6 qo'ysa kerak deb o'yladim. Chiqsam 8 qo'yibdi speakingga. Yana bir marta tushundimki, speakingda, o'zim IELTSda siz dunyo qarashingiz ko'proq rol o'ynaydi. Chunki menga 3-partda ataylab qiyin savol berdi. Men hammasiga javob berdim. Birdan tushuntirib bir bola javob berdim va bo'lib ham javob beryapman, to'xtadi, yana savol beradi. Endi 4 ta so'zdan to'xtadi, yana savol beradi. Bir 5 marta shuni gapim bo'ldi. Voy, bu nimagadir men yoqmadimi bunga, menga shu 6 qo'ysa kerak deb o'yladim, lekin chiqsam 8 qo'ygan ekan. Javob, ya'ni dunyo qarash kengaytirish kerak. Bu uchun men shu brainstorm sizga yordam beradi. Keyingisi mutolaa qilishingiz mumkin. Mutolaa degan ilova bor. O'shanda kitob o'qishga vaqtingiz bo'lmasa, audio kitoblar bor, eshitishingiz mumkin. Prosta kelgan joyda shuni yoqasiz, eshitib o'tirasiz. Bu sizga Instagramdan ko'ra ko'proq foydaliroq. Esingizdan chiqarmanglar. Agar siz hozir o'z ustingizni ishlaydigan bo'lsangiz, kelajak 5 yilda tengdoshlaringizdan karra oldinga o'tib ketasiz. Keyingisi podkast, foydali video o'zingizga saqlab qo'yishingiz mumkin. Telegramda yopiq kanal ochib turib, hamma foydali videoni saqlab qo'yasizlar. Bo'sh vaqtlarda o'sha videolarni ko'rasizlar. Chunki nima sababdan mana YouTube ga kirsak ham chalg'ib ketamiz, chunki oldindan bizda ro'yxat bo'lmaydi. Nima ko'rishni bilmaymiz, shuning uchun YouTube berganini ko'ramiz. Foydali videolarni saqlab yursanglar, siz bo'sh vaqtingizda o'sha aynan foydali videoni ko'rasiz. Keyingisi sport qilishingiz mumkin. Masalan, agar imkon bo'lsa, planka degan mashq bor, qidirib ko'ringlar qanaqa qilinadi. Tirsak bilan qo'lingizni yerga qo'yasiz, oyog'ingizni qilib turib, badaningizni ko'tarib turasiz. 45 sekunddan ko'pchilik oshira olmaydi. Uyda sinab ko'rsanglar bo'ladi. 1 minut ketib borsangiz 5 baho. Qilmagan odam qila olmaydi ko'p. 45 sekunddan keyin dumalab tushasiz. Misol uchun endi imkoniyat bo'lsa, uyda bo'shmisiz, bo'sh vaqtingiz bormi, kimdir bilan dars qilishingiz kerak edi, u odam kechikyapti, yerda o'tirib 1 minut planka qilsangiz, 1 minut o'zida sizni yuragingiz urishi tez bo'lib, nafaslaringiz tiqilib yetib kelasiz. Keyingisi misol uchun qo'l bukish, o'tirib turish mashqlarini qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq. Ko'pincha kun davomida endi bilmadim. Misol uchun endi menda shunaqa holat bo'ladi. Telefon qilishga ham ba'zan vaqt bo'lmaydi.
Bu endi boyaga biz ishlaganimiz uchun ham balki shunaqa uchrashuvlarimiz juda ham ko'p. Shunaqa holatda bo'sh qolgan paytim men telefon qilaman. Shunda olaman, kimga telefon qilishim kerak deyman, qaytib telefon qilaman. Yoki kimdir misol belgilab qo'ygan bo'lsam, esimdan chiqib qolmasligi uchun qo'ng'iroq qilaman. Sizlar ham misol uchun bo'sh vaqtingizda bormi? Shunda ochib turib, onanglarga, otanglarga kimdirga telefon qilib turib, gaplashib, nimadir masaladan hal qilsanglar bo'ladi. Oxirgisi hech narsa qilmasligi mumkin. Bu nima degani? Bu yerda ingliz tilida literally degan so'z bor. Rostakamiga hech narsa qilmaslik kerak. Shunda o'tirasiz, o'tirgan joyingizda ko'z yumasiz, hech narsa haqida o'ylamasdan bir 5 minut, 10 minut tinchlanasiz. Ozgina fikrlaringizni yig'ib olasiz, mana shunaqa mashq qilishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, hattoki o'sha bo'shliqdagi 10 minutdan ham siz unumli foydalansangiz, kelajakda katta-katta ishlar qila olasiz. Chunki katta-katta ishlar uchun bizga nima kerak? Uchrashuvning boshida aytib o'tdik, vaqtni to'g'ri boshqarishimiz kerak. Uni bizda cheklangan resurs. Sizga 2 hafta vaqtingiz bor, 2 hafta yashashingiz kerak, 500 ming so'm bersa, siz har bir tiyinigacha o'ylab ishlatasiz. Lekin sizda 10 million so'm bersa, har kuni restoran ovqatlanib yurishingiz mumkin, tushunasizmi? Shuning uchun bizda unaqa imkoniyatimiz yo'q. Bizning vaqtimiz chegaralangan, eng qiziq qancha vaqtimiz borligini ham bilmaymiz. Shu sababli aniq maqsadlar qo'yib, har bir orasidagi bo'shliqdan samarali foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Menda shunaqa kunlar bo'ladi, ertalab 5:30 da uydan chiqib ketaman, kechqurun 10 da kelaman. Har bir daqiqagacha reja qilingan bo'ladi. Ishonasizlarmi? Telefon qilishga, tushlik qilishga ba'zan vaqtlar bo'lmaydi. Nimaga men harakat qilaman? Maksimal har bir kunimdan shu darajada siqib olishki, ba'zan uyga kelib sarazi uxlab qolaman, shunaqa paytlar bo'ladi. Tushunasizmi? Shuning uchun o'zingizdan, vaqtingizdan maksimal darajada unumli foydalanishga harakat qilsangizgina, vaqtingiz barakali bo'lishni boshlaydi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, hayotda katta natijalarga erishish uchun hozirgi holatimizni aniqlashimiz kerak. Biz qayerda turibmiz o'zi? Undan kelib chiqib maqsad qo'yishimiz kerak. Maqsadlar har xil yo'nalishda qo'yiladi. Maqsaddan yozishimiz kerak. Maqsadlarni to'g'ri qo'yilganini tekshirishimiz kerak. Amalga oshirishga xalaqit qilgan narsalarni bartaraf qilishimiz kerak. Bu insonlar bo'lishi mumkin, bu ilovalar bo'lishi mumkin, bu keraksiz narsa hammasidan voz kechishimiz kerak. Keyingisi maksimal fokus bilan oldinga ketishimiz kerak. Yilni maqsadingiz bilan nomlang. Har bir oyni maqsadingiz bilan nomlang. Misol uchun sizda bu yil universitet yilimi, istasangiz 12 oyni hammasini universitet deb nomlang. Fokusingizni o'zingizga bildirishingiz uchun-da, tushunasizmi? Shu bu adashib qolmasligingiz uchun. Vaqtdan unumli foydalaning. Har bir 10 daqiqa, 5 daqiqa reja tuzib qo'ying. Menda bo'sh vaqtim bo'lsa nima qilaman degan savolga javob bo'lish kerak har doim. Qachonki sizda tayyor bo'lsa, shunda siz bo'sh vaqtingiz bo'lganda samarali o'tkaza olasiz. Va to'xtamasligimiz kerak. Maqsadga erisha olmagan taqdiringiz, mana misol uchun, birinchi yilda siz 10 ta maqsadingizdan bittasiga erishishingiz mumkin. Lekin yozmaganingizda balki shunga ham erishmas edingiz. Tushunasizmi? Shuning uchun inson o'zidan 100% kutish kerak emas. Birinchi yil nima erishsangiz ham rozi bo'lasiz, lekin keyingi yil yana maqsad qo'yasiz. Tushunasizmi? Yana qayta bu narsa bir umr davom etadigan narsa. Hech qachon men bu yil maqsad qo'ymayman demaymiz. Chunki biz vaqtimiz chegaralangan, resursimiz chegaralangan. Shuning uchun har yili qayta maqsad qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bir narsa aniqki, maqsad qo'yib oldinga harakat qilish maqsad qo'ymaslikdan 1000 marta yaxshi. Hattoki bittadan maqsadingiz amalga oshsa ham. Chunki siz maqsad qo'ymagan insondan bir qadam oldinda bo'lasiz. Qancha erta maqsad qo'yishni boshlasak, shuncha erta natijaga erisha olamiz. Agar misol uchun men Boburbekka o'xshab 12 yoshda maqsad qo'yganimda, balki to'g'risi hozir bundan-da katta ishlar qilayotgan bo'lardik balki. Bilmayman. Lekin men o'zim taxminan 18-20 yoshlarda maqsad qo'yib, unda ham qanaqa qog'ozga yozib qo'yganman. Hech kim bunaqa trening o'tib bermagan. Bu men aytgan narsalarim ko'p qismini men 2 yil oldin bitta treningda o'tganman. 2 yil oldin, 2022 adashmasam, ya'ni undan oldin bunaqa treninglar ham bo'lmagan. Tushunasizmi? Maqsad qo'yish bo'yicha. Burus qog'ozga olib turib yozilgan bo'ldi. Kitobda bularni o'qib tugata olmaslik juda ham ko'p edi. Shuning uchun xoslar shunaqa imkoniyat bor. Qancha erta maqsad qo'yishni boshlasanglar, qancha o'zingizlarning atrofingda, bizda nima bor? Uyimizda yil oxirida butun oilaga maqsad qo'yamiz. Oilaga hamma, hattoki kichkina 2,5 yoshli qizimga ham maqsadlar qo'yilgan. Maqsadlarni skrinshot qilib onasiga tashab qo'yganman. Chatga pin qilib qo'yilgan. Nimaga? Review qilib turish kerak har oy. O'zim aytaman, bo'ldi, oy tugadi, davayt maqsadlarni review qilamiz. Ya'ni siz o'zingiz qo'yapsizmi? Atrofingizdagilarni ham o'zgartirishingiz kerak. Ishlayaptimi? Oilangizga ham, ukangiz, akangiz, adangiz, onangiz farqi yo'q. Zo'r narsa o'rganim, keldi biz maqsad qo'yamiz. Nima deyapsan, o'g'lim, bor choy olib ket deyishlari mumkin boshida. Siz qat'iyatli bo'lasiz. Yo'q, bo'pti, xo'p, choy olib endi maqsad qo'yamiz, tushunasizmi? Ya'ni taslim bo'lmaslik kerak bu yo'lda. O'zingiz o'zgartirsangiz, boshqalarni ham o'zgartirishga harakat qilishingiz kerak. Hammaga kattakon rahmat. Xo'p, o'ylaymanki, bugungi uchrashuvimiz sizlarga foydali bo'ldi. Nimadir yangi narsa o'rganinglar deb o'ylayman. Mana tadbirni boshida sizga aytib o'tgandim. Tadbirdan maqsad
Sizlarning fikrlashinglarni oz bo'lsa-da o'zgartirish. Nimaga? Bu usul meni o'zim hayotim davomida juda ko'p yordam bergan. Aniq maqsad borligi, o'ylaymanki, sizlar ham aynan shunaqa usulni qo'llasanglar, sizlar hayotda biror yaxshi bir natijaga erishishingiz mumkin. Cambridge, impossible is possible.